Tirishchan do'stlar, men tadbir korxon maslahatchilik shirkatining qurg'uvchisi, ustozlar taraqqiyot sektorisining planlovchisi, shundaqla bugungi darsimizning riyosatchisi Qurbonjondan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Bunda bo'lsa, bugungi darsimiz hozir boshlandi. Boshlanishdan burun ustozlar taraqqiyot sektorisining alohida qo'llagan korxonalarimizga bir minnatdorligimizni bildirib olsak, Şinjan Sırlıq Güzel Biopen Texnik Şirketi'den Ekber Efendim qarşı almayız. Şinjan Ömür Çolpan Şirketi'den Yusufcan direktör qarşı almayız. Şinjan Fergize Gırım Buyumları Soğutçak Şirketi'den Merdan Efendim qarşı almayız. Şinjan Dila Bibi Soğutçak Şirketi'den Ayşe Hanım qarşı almayız. Şah Güzel Biopen Texnik Şirketi'den Rabigül Hanım qarşı almayız. Fale Şirketi Kıran Bürküt Grupsu'nun kurgucusu Rızvangül Hanım qarşı almayız. Ömür Çolpan Şirketi'den Fatihgül Hanım qarşı almayız. Şinjan Sehergül Soğutçak Şirketi'nin lideri Aliye Hanım qarşı almayız. Beijing Elvilyon Guruhi Gül Hazal Hanım qarşı almayız. Şinjan Nurbilik Soğutçak Şirketi Gülzar Hanım qarşı almayız. Onun başka ekran aldık dostumuzga şu Bivas Tarıqsı dersimizni taqib atkan Köyçi Bivas Tarıqsı kanalına alaydı rahmetimizni bildirmez. Rahmet. Onda bo'lsa bugungi darsimiz ardı başlandı dostlar. Şu nutq san'ati orqali texim ko'p do'stlarimizni o'zimizga jalb qilaman, texim ko'p do'stlarni tutib turman degan do'stlar qo'linglarni ko'taringlar bir ko'rib baqay. Yaxshi, unda bo'lsa dars o'rninglardan turinglar, men texim aniq bir ko'rib baqay. Unda bo'lsa diyarimizdagi dangliq riyosatchi shundaqla nutq san'atini so'zlaydigan Mayra muallimni sahnaga taklif qilamiz. Qani Mayra muallim sahnaga marhamat. Salam, qeyrindaşlar. Salam, mangallarga törük buluman deb, turganlarga törük, mangallarga körük buluman deb. Bugungi kunda igilik tiklash musobaqasida ko'p jabirlarni tatib atgan, lekin qiyinchilikni kuchga aylantirib, bizning oldimizda to'limi suyimlik ta'sir ko'rinib atgan qeyrindaşlarım, har ishinglar oson bo'lg'ay. Rahmat sizlarga. Qani o'rin olsanglar, o'zaro keng kushada bir mungdashgan bo'lsak. Salam, Köyçi Bivas Tarqıtış kanalı arqılıq növətki söhbətimizə alohida diqqətini bəgən barcha qadrdonlar, naq maydondan qeyrindaşlar Mahira Abdug'aniydan har biringlarga sig'inishliq salam. Rahmat. Go'yo o'zimni imtihon berib atgandek his qilyapman. Chunki bizning sevimli korxonchilarimiz mahsulot orqali ko'pga yarab, ko'pga arzib kelayotgan sevimli undidar savdosi orqali o'zlarining qadr-qimmatini yuksak darajaga ko'tarib, ilgirkidan natijasi taraqqiyoti bilan bugungi kunda ota-ona, yurtning, qavm qeyrindaşlarının oldida yuzini yo'riqib kelayotgan qeyrindaşlarim oldida tik turib, ikki kalima so'z boshlamoq xuddi menga imtihon savolidek, imtihon naq maydonidek ta'sirlarni beryapti. Sözümüzge qaytsak qeyrindaşlarım, bugün biz nutq san'ati, so'zlash mahorati haqida ko'pchilikka bahr berish uchun sahnaga chiqibdi men. Endi nutq san'ati deymiz, so'zlash mahorati deymiz, bu bir turlik ilm. Biz bir ömür o'rganishga tegishlik ilm. Biz tug'ilib 2 yoshdan boshlab tilimiz chiqadi Mahira. Biz tilimiz chiqqan bo'lgandan keyin so'zlay oladigan bo'lgandan keyin buni o'rganishning hojati bormi deb so'rab qolishinglar mumkin. Xuddi menmi 18 yosh vaqtimda mana shu ko'z qarash bilan oliy maktab qo'yniga qadam bosgan. Men gap qila olmayman-ku. Men boshqa qurdoshlarim qaraganda bakrak gap qila olmayman-ku. Men boshqa qurdoshlarim orasida gapga qo'ysa, men xeyli gapdonligim bilan oldiga chiqa olmayman-ku degandek xam tavoq holatimda, naytmi pishmagan holatimda so'zlay olsa odam gap qila oladi. Gapdonlik bilan boshqalarni qoyil qila oladi degan qarashda bo'lgan bo'lsam, 20 yillik kasbiy hayotimda, ya'ni oliy maktab o'quvchisiga kirib, undan keyin sahnaga yuzlatgan holatimda mana bu mikrofon menga nurg'un narsalarni tunutdi. Chunki bu oddiyla ovoz yetkazish uskunasi bo'lmasdan, balki bu bir mas'uliyat. Bu siz bilan meni bog'lab kelgan rishta. Bu meni sizga tunutgan bir xosiyatli quralim. Lekin buningdan to'g'ri foydalanmaslik menga bog'liq ish. Xuddi shuningdek, mana hozir o'tirayotgan qeyrindaşlarimning qo'lida bu yo'q. Lekin esimizda bo'lsinki, bu hayotda yashagankanmiz, garchi buni tutmasakmi, har birimiz xuddi mushuni tutgan holatda javob berguchilarmiz. Xuddi mushuni tutgan holatda yuzlanguchilarmiz. Xuddi mushuni tutgan holatda o'zimizni tunishtirguchilarmiz. Bugun men bir meg'izni hadiya qilay. Balkim bu meg'iz ko'pchilikka açıq buluşum mümkün, tatlıq tuyuluşum mümkün. Bu meğiz nima deganlik deganda, odam hamon tilining ostiga yo'shirgan bo'ladi.
öz tilining ostiga yo'shirilgan bo'ladi. Biz nurg'un vaqtlarda o'zimizning salohiyatini qandaqdir alohida kiyim-kechaklarimiz bilan, o'zgacha yarashgan grimlarimiz bilan, erlarimiz bo'lsa chiroyli kostyum burilkalari bilan va yoki salobati bilan ifodalashni to'g'riroqmikin deb o'ylaydi. Amaliyotda bizdan burun bizning kimligimizni to'ntadigan bir xosiyatli qurol bor. U bo'lsa-mu dal tilimiz. Mayli biz qaysi millatdan bo'laylik, yer sharining qayerda yashamagan bo'laylik. Biz qaysi til so'zlashimizdan qat'iy nazar biz og'zimizni ochdikmi? Demak, o'zimizni tonishtirish boshlanib ketdi. Herkesme salom do'stlar. Men Mahira Abdug'ani degan so'zim bilan emas, siz mening qiyofat turqimdan, sizga boqqandagi ko'zlarimdan, sizga gap qilayotgandagi imo ishoratlarimdan, har bir tiniqimdan mening kim ekanligimni bilalaysiz. Yeshimizning o'sishiga, aqlimizning kunsir o'sib berishiga ergishib, biz odamlarga qarata berayotgan bahoyimizning o'zgarib berayotganligini his qilyapmiz. Nemidan? Uning so'zlash alomatlaridan, uning harakatlaridan, uning amaliyatidan. Nurg'un vaqtlarda dilning kiliti til degan gapni biz cho'nglarimizdan anglagan. İşçimizde ifodalamoqchi bo'lganimizni dal mushu tilimiz boshqalar ifodalab berdi. Sizni yaxshi ko'rdimmi? Yaxshi ko'rdim degan so'zimni yuragimdan chiqarib tilimga chiqardim. Demak, siz bildingiz. Sizni toz yaxshi ko'rmadim. Undaqda balkim bir imo ishoratim bilan va yoki sizga baxmagan ko'zlarim bilan, boshqa yoqqa burib olgan chiroyim bilan, bundaqcha aytganda badan tilim bilanmi sizga o'zimni oshkor qilishim mumkin. Demak, siz o'zimni yo'shiraman degan sir sizni oshkorlaydigan bir narsa bor, u bo'lsin so'zlaringiz. U bo'lsin qiyofatlaringiz. U bo'lsin mushu badan tilingiz. Badanning tili bo'lamda Mahira deyishingiz mumkin. Bo'ladi. Mening ichimdagi hissiyotimni ifodalab berish uchun, qo'llanmani uchun hozir xizmat qilyotdi. Rahmat. Sizlarga yiqilish uchun putlarim men uchun mulozimat qilyotdi. Rahmat. Mushuning o'zi badan tili. Demak, mush qatorliq nuqtalardan ifodalab o'tganimizda bugun biz 4 nuqtani asos qilib so'zlaymiz. Chunki vaqt e'tibori bilan bizga berilgan vaqt bak kangri suhbatlashishga yetmaydi. Uning ustiga oldingi kunlari suyimlik ma'lumotlar sizlarga har turli temalarda darslarni o'tdi. Men boya sahnaga chiqishdan burun nimani o'yladim desanglar, kuch ulab yugurish musobaqasida boshpalla nayt muhim. Boshpalladan chiqqan odam eng oldida yugagichi bo'lish sifati bilan shu guruhining sur'atini belgilasa, oxirgi pallada chiqqan odam yengish yoki yengilishni belgilab qoladi. O'ylamagan yerdan bugun eng oxirgi qitim nutq sahnasida. Ya'ni nutq mahorati, so'zlash mahorati haqida so'zlash uchun mana bu o'zim bir umr yaxshi ko'rgan, o'zim qiymaydigan, o'zim ajoyib e'tiborlaydigan mikrofonni qo'limga olib, eng oxirgi qitimliq darsning xulosasi sifatida sahnaga chiqqanimning o'zi menga bir turlik mas'uliyatdan bishorat berdi. Demak, bugun men yuragimdagini sizga yetkazishim kerak. Bugun mana shundaq taraqqiyot sahnasini hozirlagan bizning qarindoshlarimiz, ko'pchilikka bahr ato qilmoqchi bo'lgan do'stlarimizning salimini, umidini, arzusini, maqsadini ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lganlarini men xulosalab yetkazib berishim kerak. Sizda diqqat qilsanglar formula yo'q. Qandaqdir biz fizik, ximiya o'rgangandek, mas suv bilan ma'ni birlashtirsang, mandaq bir hodisa kelib chiqadi deydigandek, alohida alomatlarmi yo'q. Lekin biz ana dada deb volqandek etilib chiqqan mush tilimizdan chiqqan iboralarimiz orqali tilimiz chiqqan kundan boshlab har kuni, har minut, har sekund dal mush tilimiz orqali boshqalarga kim ekanligimizni, ota-onamizning kim ekanligini, urug' tuqqanlarimizning kim ekanligini, bizning qandaq oilada cho'ng bo'lganligimizni, bizning qandaq tarbiyada cho'ng bo'lganligimizni aytib bera olamiz. Demak, bu yerda so'zning qudrati ajoyib cheksiz ekanligiga chin bitmasak bo'lmaydi. Balkim siz kinolardan o'rganib olgan va yoki o'zingizni yo'shirish uchun qandaqdir niqoblanib olgan ba'zi bir so'zlaringiz orqali, ba'zi bir ko'pchilik hammasi aytoladigan iboralar orqali o'zingizni yasab choptirishga urinishingiz mumkin. Lekin og'zingizdan so'z chiqishga boshladimi? Marjondek tizilishga boshladimi? Boshqalar sizga qarab, qandaq bir oilada tug'ilib cho'ng bo'lganingizga darhol baho bera olishi mumkin. Demak, inson tilini ostiga yo'shirilgan bo'ladi degan ma'no mana shu yerdan kelib chiqadi. Endi mushu so'z orqali bo'lganida bir cho'nglarning aytgan mushu so'zi menga bak ta'sir qilganini chin putiman e'tirof qilaman. Ig'izning darvozasi yo'q, diqqat qil balam deydi apalarimiz. Ig'iz yuguriga boshqa, putning yuguriga oshqa deydi apalarimiz. Bugun kun kelganda buni chin ma'nosi bilan his qilib yetyapmiz-yu, lekin yana ash tegiga qidirsak, xuddi bir narsalarni bilmayotgandek, xuddi chanqab qelyotgandek, ussuzligimiz besilmayotgandek bo'layotadi. Bu nimadan?
Demek, özümüzni qandaq sözləşkə adətlendirişkə bizning ehtiyacımız düşüvatıdı. Gerçi 2 yaşdan başlap tilimiz çıqqan bolsunmu, mana bugünkü gündə 20 neçə yaş, 30 neçə yaş, 40 neçə yaş, hatta 60 neçə yaş, 70 neçə yaş halıtıdımı, adam qandaq sözləş, qandaq söz qısıb puşayman qılmaslıqni qayt təhlil qılıvatıdı. Demek, bu noktanı aytqanda söz ilmi bir bütün okeanga oxşaydı. Siz qazsınız acayip cavhariyatlar çıqıdı. Söz deniz, üzüp qayda tuncuqıb qalğan vaqtlarımızın buludu. Gahida yalğısıraydıgan vaqtlarımızın buludu. Gahida yardımga muhtaç vaqtlarımızın buludu. Әмде bayatını aytqan, çoğlarımızın anlagan bir hikmetini aytqan bar degenim, İğizning darası yo'q deb ügetken, bizni agahlandırgan, nurgun işlardan to'sigan, aldırab sözleştin to'sigan, lekin bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, biz yeni davrda, zamonaviy davrda yaşavatımız. Mundaqcha aytqanda har millat qarindoshlar bir cho'ng oilaning ichida yaşavatımız. Demak, biz kim ekanligimizni, qandaq odam ekanligimizni, maqsadimizni dal so'zlarimiz orqali boshqalarga, do'stlarimizga va yoki bizni tonimaydiganlarga ifodalavatımız. Amaliyotda diqqat qilgan bo'lsak qarindoshlar, ma ig'izimizga qaranglar. Ig'izimizning holatiga qaranglar. Tilimiz harakatga kelishdan burun, ma tilimiz harakatga ha yoki sha degan gaplarni chiqarishdan burun çiş atalgan tilimizni to'sib turadi ekan. Tishni yirib tilimiz chiqqanda lav atalgan yumshoq darvoza etib turadi ekan. Xo'sh, yumshoq darvozani etishmi oson deb o'ylaymiz. Buni ichivatganda aql otliq payloqchi tillarimizga nazarini ag'dirib turadi ekan. Nima deysan, nima demaysan, nimani deyishing kerak, nimani demasliging kerak. Mana mushundaq ahmiyatlarni, mana mushundaq xosiyatlarni his qilmay turib, gayda so'zlab qolamiz. Men palani, men pokoni, men mandaq o'yladim. Hey, to'xta jinim qarindishim. Aqlingga topshirdingmi tilingni? Ma'qul. Aqling 3-qatorda tursin. 1-qatorda tishingga topshirdingmi? Tishing yirilishdan burun bir narsa o'yladingmi? Xo'sh, o'ylagan bo'l. Levingchu, leving yirilgandan keyinchu. Oynap sözlesangmi, oylab sözle deb ügetken qo'cho'nglarimiz. Demek biz ig'izimizdagi gap chiqishdan burun biz onu boshqarish imkoniyatiga ega amaliyotda. Lekin o chiqib ketgandan keyin o bizni boshqardi. Balki mushu holatda biz uning kaynidan xili mengib baqamiz. Bundaq amaliy hikoyalarni sizlarga demasammi, meningcha ig'iz balasi bilan odamlarning qandaq dishvorchiliklarga tarixdan buyon yo'liqayotganligi bizga ayon. Til chekkan tugunni çiş yeshalmas deb ügetken çoğlarımız. Nima uchun? Chunki mushu tilimiz, mushu so'zlarimiz, mushu gaplarimiz bizni xili yerlarga so'rab aparalaydi. Gahi paygada, gahi igizda. Hech kim bizni yo'lab shoti bilan chiqarib qo'ymaydi va yoki peshlarimizdan tortibmi tushamaydi. Dal o'zimiz sabablik nurg'un vaqtda biz turadigan o'rnimizni belgilaymiz. Xo'sh, gapni yig'ib akaganda so'z demaklik dal o'zingiz. Söz demeklik del kimliginiz. Söz demeklik del sizning hujjatingiz. Biz sözni jiq vaqtlarda 30 karipdan qurashtiribla desakli bo'ladi-ku. Chiroyli gaplar bilan ko'ngil ussaqli bo'ldi-ku. Yo'q. Qalb bilan qalb uchrashmasi beka. Qalbga so'zlaringiz tegmisi beka. Shunga ortiqcha avor bo'lishning oldini olish uchun biz bugun bir turlik tecrübelerden yakunlangan xulosalarni ko'pchilikning huzuriga sunamiz. Birinchisi, so'zda kimligingiz bor. So'zda salohiyatingiz bor. So'zda salobatingiz bor. Undaqda biz eng oldi bilan nimaga diqqat qilamiz? Ig'izimizdan chiqqan so'zga diqqat qilamiz. Endi nurg'un vaqtlarda undidarda bo'lsin va yoki yo'llarda bo'lsin va yoki men dars bergan vaqtlarda, ya'ni oliy maktabda 7 yil diktor riyosatchilik kasbidagi to'liq kurs farzandlarga, bolalarga dars bergan vaqtimda oliy maktabdagi o'quvchilarga shularning eng jiqtaydigan gapi, biz jiddiylashmay so'zlashni o'rgansak bo'ladi. Sahnaga chiqibla titramay, qo'rqmay so'zlasak bo'ladi. To'xtang. So'zlashdan burun nimani so'zlashni o'ylandingizmi? Yo'q, ma'lum, hech qilib jiddiylashmay so'zlab olsammi bo'ldi. Bu vazifami? Agar so'zlash vazifa bo'lganida, bu dunyoda vazifa o'rnaydiganlar bek chiqib bo'lganida ist kulaklarımız, biçar kulaklarımızga oval. Siz mi sözlesanız, ben mi sözlesem? Siz mi sözlesanız, o mu sözlese? Kim kimninkini anlaydı? Ondaqda biz sözleştim mi burun dikkat qilgan bir iş ba, o bo'lsa-mu söz anısı.
Kulak. Su anısı bulaq. Kulaq mollası deb çoğunlarımızdan zağırtıldı bir gepi vatdi. Çoğunlar gep qilganda kulaq yerib, müştaq anlap o'tasak, kichikkan turib çoğunlarning gepi quloq solmay manga balam deb chiqarib aytadigan. Amaliyotda biz so'zni qanday o'rgangan, anglab o'rgangan. Biz so'zni qanday o'rgangan, ota-onalarimizning ig'iziga qarab, harakatiga qarab, ularning kimni qanday tasvirlashiga, kimga qanday muomala qilishiga qarab biz ota-onamizdan nurg'un narsa o'rgangan. Shunga bizning kimligimiz o'zimizning so'z orqali chiqyotidi. Bizning kimligimizda ota-onamiz mavjud bo'lib turyotidi, opamizning soyalari chiqyotidi. Demak, bizning so'zimiz orqali bolalarimizni shu yo'lda mangadi. Söz ilmi bir bütün hayatımıza ta'sir yetkazadi. Şuna birinci bo'lib biz so'zlashni o'rganishdan burun, haqiqiy yo'lni so'zlashni o'rganishdan burun og'zimizni yumishni o'rganib olishimiz kerak ekan. Endi mushu gap baq qo'polonlandi. Mahira, ajab bir og'zingni yum degandek gap qildingiz deb. Chunki so'zlash oson, gohida og'iz yumish bektas. Siz ko'p anglagan vaqtingizda ko'p tafakkur qila olasiz. Chunki til bevosita tafakkur bilan bog'lanishliq. Tafakkurning taraqqiyoti tilga ta'sir ko'rsatgandek, tilning taraqqiyotim kelib tafakkurga ta'sir ko'rsatadi. Diqqat qilsangiz, ko'p so'zlamagan odamdanmi aqlli odamlar ko'p chiqadi. Sorun majlisida bakchiq gap qilib, hammaning og'zidan luqma tatgan odamga bir vaqtlar o'shib qolganingizni his qilasiz. Va yoki uni ortiqcha odam deb hisoblab qolasiz. Va yoki nimandaq og'zini yummaydigando deb qolasiz. Demak, mushuni tutib so'zlash odamdan nurg'un narsalarni, ma'naviy sifatni talab qiladi. Tarbiyalanishni talab qiladi. Shunga og'zim ichildi deb so'zlasakla so'z bo'lmaydi. Goyi ma'nisi bo'ladi, gohida ma'nisi bo'lmaydi. Ma'nisiz so'z sizni pag'og'i tortadi. Ma'nilik so'z sizni barbara ko'tarib ustiga olib chiqadi. Demak, o'zimizning so'z bilan dumalaymiz yoki yuqori ko'tarilamiz. Xo'sh, ikkinchisi. Nurg'un vaqtlarda biz o'zimiz haqida so'zlashni bek yaxshi ko'ramiz. Masalan, men mandaq odam bo'lib, men deb o'zimizni tushuntirishni xohlab qolamiz. Nurg'un vaqtlarda boshqalarning o'zimizni tushunishini orzu qilamiz. Endi bugun mishada Ündidar sodisi bilan, an'anaviy korxonchilik bilan o'zlarining mahsulotining e'tiborini ko'tarayotgan tirishchan qarindoshlarim o'tiribdi. Nurg'un vaqtlarda sizlar o'zinglarni tushuntirish orqali mahsulotinglarni texim ko'kka ko'tarishni xohlaysizlar. Mahsulotinglarni ko'pchilikka yaqin tutishni xohlaysizlar. Lekin biz e'tirof qilmasak bo'lmaydigan bir haqiqat bor. Har kim sizlar emas, men, siz. Har kim o'zi qiziqadigan doirada gap anglashni yaxshi ko'radi. Hergizmi sizning qiziqish doirangizga qiziqib qolmaydi. Gohida anglag'isimi kelmaydi. Gohida sorunni ishtigrak oyoqlashtirib uyga qaytqisi keladi. Demak, biz so'zlashni o'rganishdan burun og'zimizni yumishni o'rganamiz dedik. Eng dastlabda og'zimizni yumishni o'rganish qarindoshlar oson emas. Tantakligimiz, aldirang'iligimiz, nafsimiz taqildab ketgan vaqtda gohida so'zlab qolamiz. Ma tilimiz bizni so'rab mangdi, aqlimiz bichara keyindan voy oldirma deb kesmi, voy jim tura deb oldiga ketib qolamiz. Shuning bilan ko'rmaganni ko'ramiz, anglamaganni anglaymiz va yoki nurg'un ishlarga o'zimiz mush so'zimiz orqali sababchi bo'lganimizdek, xo'sh, endi boshqalarga zot qanday so'zlaymiz? Boshqalar qanday so'zimizni bakrak anglaydi? Eng birinchi qadam siz so'zlamay jim o'ltaganda qarshi tarafni kuzatalaysiz. Qarshi tarafning qiziqish doirasini az-to'l mulohiza qilib ko'ra olasiz. Qarshi tarafning so'zlari orqali uningga baho bera olasiz. Qarshi tarafningki tahlili orqali uning qimmat qarashini az-to'l his qila olasiz. Xo'sh, endi ig'iz ochsangiz qanday bo'ladi? Endi qarshi taraf bilan suhbat muhitiga asosiy shart hozirladingizmi qanday? Demak, endi ig'iz ochsangiz siz qarshi tarafningki ichidagini tepib turib nima anglashini, nima anglayaqisi borlig'ini bilib turib so'z ochsangiz sal natijalik bo'lamdi qandaq. Masalan, ba'zi undidar savdogarlar bilan biz ko'p aloqa qilamiz. Chunki sizlar ishimizni osonlashtirgan, biz uyda o'tirib issiq muhitda nurg'un mollarni zakaz qilsak, hatto uyimizga akab beradigan mulozimatlar hozir bor. Mushu undidar savdosi bilan shug'ullanayotganlar ichida qisman do'stlarimiz biz qandaq holatda ularning chamberigini ko'mas qilib qo'yamiz va yoki qandaq holatda ular bilan so'zlashishni xohlamaymiz desanglar, o'z haqida ko'p so'zlaydigan. Undan keyin ash 1 minutlik so'zdan to'xtamay qila oladi. Deb qo'yib eng oxirgisini chekib anglagingiz gap qoladi. Qo'yib beshini anglab qo'ysiz bo'ldilar. Chunki menga munosabatsizgan degan bir ig'iz so'z bilan siz
qo'lning dumbisi bilan ishtirilgan odam bo'lib qolasiz. Nurg'un vaqtlarda qandaqdir siz palonning qizi bo'lganingiz, Pokonninki ayoli bo'lganingiz yoki Pokoni bir korxonaning egisi bo'lganingiz uchun ustida turib qolmaysiz. Siz kishilik muomalangiz, boshqalarga bergan ta'siringiz, o'zingiz yaratgan qadr-qimmatingiz bilan egizib tursiz yo pastda tursiz. Bu qadr-qimmatninki eng asosli birinchi rolchisi dal bizning so'zlarimiz. Jungoda dangliq nasrchi Juzi Ching apandining shundoq bir so'zi bor. Hayotlik yerim harakat bo'lsa, yerim so'zdan iborat deb. Qaranglar qarindoshlar, ma gap odamni bak cho'chitidi. Shunga cho'nglarimiz aytgan, gapdan bo'g'ich ishchan bo'l deb. Sen gapdan bo'lishdan burun ishchan bo'l, ish qilishni o'rgan degan. Cho'nglarimizning har bir savoqlari bizga shuni eskartib o'tadi. Demak, gap qilishdan burun ig'iz yumush, ig'iz yumib tahlil qilib, aql holatiga o'tgandan keyin so'zingizni pishirib, yig'irib, amdi desam bo'ladi ekan. Amdi pishibdi, amdi puroqliq bir osh chiqibdi degan holatga o'tmasdan siz xom holatdagi gaplaringizni deb qo'ysangiz, boshqalarning geliga turib qolamdi, qolmamdi. Başqalar hazm qilib bulamay oshqozini ag'ramamdi. Nurg'un vaqtlarda biz ham so'zlarimizni boshqalarga sunamiz. Chaynab pishirib olay toza deb. Yo'q. Bizning unda huquqimiz yo'q. Biz boshqalarga ham so'zlarimizni beradigan huquqimiz yo'q. Chunki hamma odam pishiq osh yeyishni yaxshi ko'rdi. Pishiq gap anglashni yaxshi ko'rdi. O'ziga yoqadigan gap anglashni yaxshi ko'rdi. Shunga ikkinchi turda deydiganimiz siz yaxshi anglash orqali, tahlil qilish orqali boshqalarning qiziqish nuqtasini tepib chiqing. Boshqalarning anglag'isivani deb bering. Lekin endi bu yerda diqqat qiladigan bir narsa bor, qarindoshlarim. Xushomat aralashib ketib qolsa, bizning ma'naviy suhbatimizga daxl etadi. Men dedim-ku, bu söz bir turlik ilimken, bir ömür ögünetkenimiz ta ölüp ketkiçe biz nimini deyiş demeslikni, qandaq deyiş demeslikni, qandaq sual soraş, qandaq cevap verişini ögünüp bana dikenimiz. Hatta ölüp ketiş aldı turgan mesela çoğlardan sorsanlar, puşaymanlarını aytqanda palan vaqtda Pokonga degan gapim ortiq ketib diken deganni o'ylaydiganlarım bek ko'p. Mushu gapni demesam bo'p diken. Mushu gap orqali men bir ömür pushayman qildim. Masalan, bir-biriga azar beradigan vaqtlar ko'pincha nima orqali bo'ladi? So'zimiz orqali bo'ladi. Bir-birini xo'shal qiladigan minutlarni ko'pincha nima orqali yaratamiz? Zo'lab usul o'ynashak, xo'shal bo'ling, xo'shal bo'ling desam xo'shal bo'lamsiz mumkin emas. So'rang o'xshaydi va azroq bichar qizning qolisining dadi bor o'xshaydi. Nimishq to'l kuladigandim deb qolasiz hatta. Chunki men kishilik qadr-qimmatimni harakatlik tilim orqali tushirib yetib borman. Bika ortiq kulish, bika ortiq harakat, bika salom, bika xushomat bilan men tushirib yetib borman aksicha. Men ko'tirishim kerakdi. Xo'sh, ko'tirish uchunchi men sizni tushunishim kerak ekan-ku. Sizning ishingizdan tepib turib so'zlagan vaqtimda siz menga diqqatingizni ag'dirib, "Hey, bu yoq men uchun gap qilyotdi. Bu yoq Mənə etibar bilan qaravatıdı. Kim etibar talab qılmaydı qarindoshlarim? Bu hayotda kim etibar talab qılmaydı? Qo'l ko'tarib beqinglar. Mənə etibarni hech kim bermasa mayli, men yashab yurma deydiganlar bormi? Biz bu baxtli holatimizdan boshlab etibar talab qildik. Biz farzandlarni nima uchun hurmatlaymiz? Odam bo'lgani uchun. Qandaqdir boshliqning, palani, cho'lponning bolasi bo'lgani uchun emas. U onaning atlaridan yulib ilindi. Cinimizning ishidan chiqqan jon altida chiqdi. Demak, u bir odam. Odam bo'lgani uchun u hurmatlanishga loyiq bo'ldi. Xo'sh, bu ang uning singdi. Men hurmatlanishga loyiq deb cho'ng bo'lishga boshladi. Yig'ilganda uni ko'tardik. U e'tiborini bildi. Qo'sqashganda tomoq berdik. U e'tiborini bildi. Ko'nglerim bo'lganda uni tasalli berdik. U odamiylik qadr-qimmatini tunib cho'ng bo'ldi. Mushu jarayonda demak, qarindoshlarim, hammamiz e'tiborga ehtiyojimiz bor. Xo'sh, sizning ba, mening ba. Undaq bo'lganda o'zaro suhbatda bir-birimizga beradigan e'tibor, ma suhbatning muvaffaqiyatli bo'lishi yo'l bo'lamdi ekan, bo'lmamdi ekan. Meningcha nayt yaxshi yo'li bo'ladi deb qarayman. Xo'sh, endi biz ikkinchi turlik jarayonga o'taylik. So'zlash san'atini hozircha biz tez oltida o'rganamiz. Bugun qandaqdir g'avvoslik kiyimimizni kiyib, so'z okeanining ichiga cho'kib bo'lamaymiz vaqt e'tibori bilan. Biz ustida turib mulohaza qilaylik. Bundan keyingi fursatlarda biz ichiga cho'kib qilgan vaqtlar bo'ladi deb o'ylayman. Har bir odam haqiqiy so'zlashni o'rganishdan burun, haqiqiy o'zini ifodalashni bilishdan burun, so'z orqali o'zining qadr-qimmatini yuksaklikka ko'tarishdan burun o'zini tushunish kerak.
Özünü haqiqiy yo'sinda tushunish kerak. Dunyodagi eng past ishmi o'zini tushunish. Biz nimaga aldiraymiz? Ko'pincha vaqtlarda qarindoshlarim, boshqalarni tushunishga aldiraymiz. Ash Tomirni G'arbga sayohat filmidagi Sunukong, Avliyo Azam Sunukongdak jiroqdan jib tortib tutqimiz keldi. Mish Tomir nada so'qib, nadni so'qib, nad to'xtaydigan deb aldirab ketimiz. Ya qarindoshlarim, Tomirni avval o'zimizdan tutib baqaylik. Biz nimaga ehtiyojliq? Biz kimlar bilan aralashib o'tish jarayonida nima natija yaratmoqchi? Bizning maqsadimiz nima? Biz o'zimizni tushunmay turib, yili u do'qmishda, yili bu do'qmishda, yili u yo'lning yo'lovchisi, yili bu yo'lning karvoni bo'lsak, biz nega berib, nega to'xtamoqchi? Biz o'zimizni tushungandan keyin, o'zimizning kim ekanligini bilgandan keyin, uningdan keyin eg'iz atsak qanday bo'lar? Endi buningda salohiyat masalasi kelib chiqadi. Masalan, Mishad o'tgan hammamizning har turli salohiyatimiz bor. Sizlar o'ylaysizlar, kimlikdagi salohiyatimiz mening birinchi salohiyatim deb. Men o'ylayman, ota-onamning qizi bo'lishdan iborat salohiyatim mening birinchi salohiyatim. Men eng avval odam bo'lib tug'ildim. Men ularning qizi bo'lib yaraldim. Mahira Abdug'ani degan ism bilan Abdug'ani degan bir erning qo'lida notibon bir holatimda tushdim. Quchug'ida e'tiborlandim, asraldim. Eng muhimi tashvishlikka cho'mdiraldim. Mush qizim tug'ildi, sog' salomat bo'lsa bo'ladi. Mush qizim tug'ildi, baxtli bo'lsa bo'ladi. Ojizamdan birisi paydo bo'ldi, uningga men turuk bo'lsam bo'ladi. Tog' bo'lsam bo'ladi. Mush qizimning ko'zlaridan yosh oqmasa bo'ladi degan kundan boshlab mening salohiyatim bekitildi. Men bir erkakning asraydigan go'hri. Men bir erkakning qo'lidagi e'tibor paqroq yoqut. Men bir onaning yomon ko'zlardan neri qilishni xohlaydigan, men bir onaning arzulaydigan, men bir onaning go'shidan julib ilingan eti. Yurigining yerimi. Demak, mana mush kundan boshlab salohiyatimiz bekitildi-ku, men qiz. Siz bir oilaning umidi, o'g'il farzandi. Siz bir otaning davomi. Siz akangizning davomi. Siz mush oilaningki yiltizini davomlashtirib mangadigan bir erkak. Demak, bu nuqtada hammamiz bo'lgandan boshlab salohiyatlarimiz kunsur qo'shilib mangadiku, hargizmo partiya hukumat bizga bergan kimliklik bir salohiyatimiz bilan mangsak, undaqda biz mazmunga eg'ir kelamiz. Bizning salohiyatlarimiz nurg'un. Endi bu salohiyat masalasini nimishq tahlil qilamiz? Chunki biz so'zlashni o'rganishdan avval o'zimizni bir tushunaylik dedim-ku. O'zimizning kim ekanligini bilaylik dedim-ku. Xo'sh, oiladan chiqib biz temtim mangan holatimizda atrofdagilarni bilishga boshlaymiz. Cho'ng opamkan, cho'ng dadamkan, ammamkan, tog'amkan, navroachamkan, navrisinglimkan degandek bir qator urug' tuqqanlar chambergida biz o'zimizning kimligini yana bir qaytim toniymiz. Uningdan chiqqandan boshlab, mana bara qizlar yetilish bosqichimizga kirgandan boshlab biz o'zimizning salohiyatini texam toniymiz. Biz to'pi qo'nsa bo'lmaydigan, kir qo'nib qolsa bo'lmaydigan, dog' qo'nib qolsa bo'lmaydigan bir ailenin şərəfiga aylanımız. Biz ataning, ananing şərəfiga aylanımız. Ailenin şərəfiga aylanımız. Əlbəttə, oğullar bundan müstəsna emas, sirtida emas. Demək, hər birimiz bir ailenin şərəfi, istiqbali, keyingi təqdirini belgilaydigan holatda salohiyatimizni kunsur oshirib beryapmiz. Bara öz uyimizdan Nağır Sunay bilan ko'chirildik. Chiroyli to'y naqshlarini aytib ko'chirildik deyli. Bağdan abaq apirilgan ko'chat oldiga o'tdik. Biz mabağdaki köçet edik, bağvalla asrab, su qo'yib, ayqigan köçet edik. Endi yana bir baqqa köçirildik. Biz qizlar köçirilimiz-ku. Qanapimiz, qanonimizdan oldiga borimiz-ku. Demak, kelin degandan iborat yana bir salohiyat qaytildi. Uningdan boshqa bir erning teg'i degan salohiyat qaytildi. Bir er sizga umrini topshirdi. Siz umringizni mabağdan mabaqqa ko'chirib opadingiz. Demak, salohiyat kunsur ko'payyapti. Xo'sh, o'zingizni tushunishga bo'lgan intilishingizni cho'q qilish kerakki, hargizmi ha shu kelin, ha shu ayolman, ha shu onaman, ha shu qizman degan bexud holatda mangsak, jinim qarindoshlarim, nurg'un xunukliklar bizga yaqinlashadi. Siz o'zingizni tushunmay turib qanday gap qilasiz? Masalan, dadangiz qilgan gap bilan yot birov qilgan gap o'xshash kerakmi? O'xshamaslik kerak. O'qituvchingizga bildirgan hurmat bilan o'zingizning kichik yana bir aylanga bildirgan hurmat yoki izzat o'xshamdi? O'xshamaydi. Demak, siz o'zingizning salohiyatini bekitgandan keyin odamlarga qanday gap qilishni belgilab mangsiz. Cho'ng'i-cho'ngcha, kichik-kichikcha. Lekin bu yerda oldingi shart bor. Odam hammasi hurmatlanishga ehtiyoji bor. Siz qandaqdir bu salohiyat masalasini dehqon, boshliq va yoki puli bor, puli yo'q deb emas.
adamiylik altыңızda, adamiylik salahiyet basqıçınızda qadam basqıçlarga, betlərə ayırvağandan keyin onunki ularga muamele qilsiz. Demek bu noktada biz özümüzni tushunishga bək cho'nqur ehtiyojimiz bor. Özümüzni tushunmay turib boshqalarga gap qilib qo'ysak, xatolashib ketib qolamiz. Tashni kesib, yangni yamaydigan ish mush yerdan kelib chiqadi. Ishni o'ngshayman deb, chopig'ini o'nglayman deb jirtaq qilamiz. Chunki so'ydirganmi til, bezdirganmi til deydi cho'nglar. Ya so'yindirimiz, ya bezdirib etimiz. Masalan, oil tarbiyasi toz yaxshi emas ekan deb qoldigan ba'zi bir bolalar bor. Cho'nglar qanday gap qilishni o'qimaydigan. Apla deb qalasiz. Apla, ajab bir gap qilib qoldi. Apla, mushu gapiga diqqat qilsa bo'lib qoladi deb tas qalsiz beribla og'zingni jumchinim fukam deb itavag'ili. Hay, chip satturdi deganingiz gap ketidi. Demek, muşu noktalarda adam özünü düşenmese başkalar qandaq muamele berishini uqmay qoladi. Şuna en avval tahlil qilganimiz hergiz mu Ahmet, Samet, Zühre, Aygül emas özümüz. Endi xo'sh, muşu vaqtlarda sözlerimizga sögel chiqadigan bir payt gap qoladi qarindoshlarım. Biz ko'pincha vaqtlarda o'zimizni tushunmay turib, boshqalarni ayblab, baholg'uchilik usubida menda o'tirishni xalab qolamiz. Uchi gap qila oladi, gap qila olmaydi. Uchi qo'ldan ish keladi, kelmaydi. Uning onasichi mundaq, uning tatisichi mundaq. Jenim qayrintishim, siz bilan bevosita aloqasi bormi? Mushundaq so'zlar bizning hayotimiz qanchalik ta'sir ko'rsatib, bizni qanchalik kayniga mangdirib atgan. Siz o'ylab beqing. Mayli siz kim bo'lishingizni qat'iy nazar, mush yer sharidagi bir hujayra bo'lish suputingizda siz eng oldi bilan o'zingizni tushuningki, boshqalarni tushunaman, boshqalarni tushundirman. Bek avarchilik ezib ketib qolasiz. 4 putliq 60 qiladi qarindoshlar. 4 putliq atmi? Odamning 2 puti bor. Demek özümüzni tushunish musobaqasida boshqalarga nazarimizni ag'dirib, boshqalarni tushunib olamiz, boshqalarni tushunishimiz kerak deb oldirib, so'z mahoratimizni kaynimizga cho'lqib tashlab o'tiblar, boshqalar uchun eg'iz ochqinimizda kechiringlar. Bizning e'tiborimiz xeyli tövanga tushib ketadi. O'zimizni tushunaylik, muomalani o'zimiz orqali boshqalarni tushunishga qarataylik. O'zimizning salohiyat masalasini hal qilib bo'lgandan keyin boshqalarga shu bo'yicha beraylik. Patnus qilib gayet çayının içine silip, gayet sözlerimiz bilen jığırıp, gayet çıraylık köz ifadelerimiz bilen. Hoş, ikincisi. Hem de bilgimin ihtiyacını düşünüş degen noktayı menimce nurgulluğun kesbi sahadaki ustazlar, vakaletçilerini veya ki sizlerin kol astınlardaki sizler arkalık ilgilik tiklep özününki kadir kıymetini yükseldirip atkan kıyırındaşlarımızga eğitip ötken. Mesela bu ihtiyaç katlamını istemalçı bilen satkuçi. Vakaletçi bilen xeridar alaqısı arasında eğitip ötken. Əməliyyatda canım qayrındaşlarım, bu hayatta hemmimiz özümüzün səhnəsi satquçi. Mahira neyim satısız deb baxmamızlar, qadir qimmat satımız. Biz hemmimiz qadir qimmat satquçi. Ən aldı bilen, siz məhsulatınızı qoyub durun, işləyən tovarlarınızı qoyub durun, siz satquçi. Qadir qimmat satısız. Demek, bugünkü günde adamlarning ihtiyacı, eğer siz bir satquchi bo'lsangiz, boshqalarni biliq deb tasavvur qiling, adamlarning ihtiyacı nereden buluvatıdı? Bizden qandaq adam bo'lishimizni kutyapti. Biz ihtiyacını tushunmay turib, ba'zida xoslik yaratdim deb kas so'zlasak, gapning tegini gap ochidi qarindoshlar. Nurg'un vaqtlarda jiq gap qilgan odam putlashidiki, az gap qilgan odam aldirab putlashmaydi. Şuna bu noktada hemmimiz qadir qimmatimizin satquchi bo'lish supatimizda o'zimizning qadir qimmatinin 10 ming, 20 ming, 100 ming, hatta onundan yuqori ko'tarishga tirishaylikki 5 ming, 10 ming bo'lishiga yo'l qo'ymaylik. Lekin bu so'zimiz orqali qayda 5 ming, 10 ming bo'lib qoladi. Masalan, sözümüz arqılıq başqalarga baha berib, başqalarınınki nazardagi özümüzni yaratdimiz deb söz beshidil dedim go. Gap ustadlik qildim deb birovga azar berib beqinga. Hozirgi zamonda. İçimdikini chiqirib oldim toza deb ochiqlab beqinga. Kim ko'tirdi? Hatta gahida sizni jinining ichidan julib olgan onami ko'tarmaydi. Shu qadar apuchan dadimi ko'tarmaydi. Demek insani qadir qimmatınız sizning so'zlaringiz orqali bir ömür siz bilan bilinmadi. Ayrı ötənməyisiz.
Bu noktada biz beylikning ihtiyacı degan gap bir bütün etrafımızda yaşayotgan davrdaşlarımız, qurdaşlarımız, zamandaşlarımızni o'ylaylik. Muşularning ehtiyoj nuqtasidan chiqayli. Kim yaxshi so'zlikni yaxshi ko'rmaydi? Kim to'g'ri aytilgan gaplari va odamni yaxshi ko'rmaydi? Kim naq yerdan chiqqan odamni yaxshi ko'rmaydi? Izib so'zlaydigan, ishlab so'zlaydigan, gapning tegidan gap har kepiga degan ko'z oldinglarga keltirib yiqinglar. Har kepidek gapni ushaqlab ichinglarni siqib turgan odamni kim yaxshi ko'rdi? Men yaxshi ko'rman deb yiqinglar birasinglar. Mesela bazı adamlar buldu, uşaqlaydı. Anı mandaq qılıp, man andaq qılıp, andın yılıqı. Demek, özü faqat günah yok. Qeqib durup, aşınında. Ma falan degeşki mandaq bulupcu, andın yılıqı mandaq bulup. Hey canım qayrındışım, beylikning ihtiyacı degelik sizning ihtiyacınız emas. Bu yer deyilayotgan beylik siz emas. Aksice sizning etrafınızda, sizni çördep yaşayotgan, sizni küzütüp duruvatkan nurgun adamlar beylik. Demek ihtiyacını düşenmeyi durup adamlarning növbetdeki bizden talep kılıvatkan sapa, bizden talep kılıvatkan söz iktidari, bizden talep kılıvatkan terbiyeleniş halatlarını düşenmeyi durup biz zamanға maslaşmayı durup köpke yarışımızın atayın. Bazılarınlar etişinler mümkün. Canım Mahire, köpke yarış şunca muhim iş mi? Muhim iş emas diyemeyimiz. Çünkü küçük vaktimizden başlap biz itibarga ilinishga ihtiyacımız tushgandan başlap "Appa qarangma qachlar men jivetdim." Voy jinim balam, ajab pokiz jupsiz balam, chiroyli balam o'zingizning yuzidek ichilib ketibdi degan vaqtdan başlap biz demak diqqat qilinishga "Man qara man. Hey appa, hey appa, dada. Gerçi bunda holat ishlamsakmi? Man qariskan. Meni yaxshi ko'rskan degan ihtiyacımız tug'ilgandan başlap demak biz satquchi. Kadir kıymetimizni setip mağımız. Ayıldım başlap cemiyet yüzlengiçe. Özümüzün ailesinden yeni bir ailege köçürülüp apağıca biz ma ailede terbiyelengen kadir kıymetimizni julup ilip yeni bir ailege apırımız. Demek özümüzni kademde bir aşkarlap mağımız diyen gap. Hoş. Devamını. Endi müşahede biz insani sühbet hakkında toxtalmay ötemeyimiz. Bu fasıldan hiç kim özünü kaçıramaydı. Mandaq bir fasıl var qarindaşlar. O bolsumu bizning axloqiy fazilatimiz, bevosita oila tarbiyalanishimiz, ota-onamizdan og'inimiz, singdirgunimizni ifodalab chiqishdan iborat. Nurg'un vaqtlarda biz mandaq odamlarni uchirtimiz. Kashkicha boshqalardan og'rindigan, jahondan zorlandigan, ish qilib mush ishlarning hammasi faqat va o'zida yo'q, boshqalardan qo'laydigan. Boshqalarning kamchiligini bir tepib oldi, zig'irlab to'xtamaydigan. Lekin o'zida bani to'plar bilan, turli narsalar bilan yepib ulguradigan. Yaqchinim qarindoshlarım, dunyo mahorat sahnasi emas, qandaqdir yeli nayrang bilan o'tib ketadigan. Biz kişilik fazilatimiz, tarbiyalanishimiz bilan boshqalarga muomala qilmay turib, ulardan yanmasligidan og'rinmaylik. Masalan, shu og'rinish iboralarini yaxshi ko'radigan odam bo'lmamiz kerak deb o'ylayman. Ko'pincha vaqtlarda biz topimizdan qandaq odamni chiqarib o'tishni xohlab qolamiz. Davomli og'rinib, sizga besim keladigan. Davomli og'rinish bilan sizdan o'zini yiroqlashtirib o'tadigan odamlarni sizmi tabiiy qo'lingizdan dumbis ishtirishga majbur bo'lib qolasiz. Beijing televiziya stansiyasining tanglik riyosatchisi, ma'lum bir shu notiqlik san'atiga oid programning riyosatchisi bir ayol, nayda tanglik riyosatchi, eri bilan urushib qoldi. Eri bilan urushib qolgandan keyin eriga debdi. Yelimiz sen bilan chidab uy tutayotganim xo'sh bo'lsang bo'ldi. Sen bir nemkash er. Bu er ikkinchi qitim uylanib bu ayolni olgan. Demak, uning burun bir turmushi bo'lgan. Bu ayol chidag'uchiligi qanmagan bir paytda sen bir nemkash er mendek bir danglik riyosatchini og'iningga xo'shal bo'lmoqda yo'q, bugungi kunda menga azor beryaptamsa deb chamdinni so'rab uydan chiqib ketibdi. Jinim qarindoshlar, ma gap bir erkakning yuraklarini chul-chul qilishga yetamdi, yetmamdi. Yetib aşıdı. Nurg'un vaqtlarda biz ayollik tarbiyalanish haqida to'xtalgan vaqtimizdami, ayollarga ta'kidlaydiganimiz nima deganda, endi bu yerda 3 qarindoshimiz o'tiribdi. Bularga aytadiganim albatta, bularning oilasida o'zlari jon jahli bilan yaxshi ko'radigan, qo'g'daydigan xotinlar bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'radigan apsi, hadilri, singillari, demak,
Kız qeyrindaşları üçün qeni qulaq sap baxsa, nurg'un vaqtlarda biz ayollarga mush til itibari, söz itibari haqida so'zliginimizda ayollik dengiz ichidan so'zning javoriyatlarini tanlamaqliq deymiz. Tepib so'zlar, biqib so'zlar deymiz ayollarga. Lekin ko'pincha vaqtda erning yurgini par qilib o'tadigan qandaqdir ayolning cho'mishi bilan beshiga birni sog'in emas, bir ig'iz gap yetarlik. Bir ig'iz gapi uni bu ayoldan biraqli jiroqlashtirishga yetarlik. Demak, odamni o'ltirib yetadigan til bor men kichik vaqtimda qandoq o'ltirib yetadigandu deydim. Odamni qandoq o'ltirib yetadigandu deydim. Lekin cho'ng bo'lish jarayonida his qildim, odam bu umrda yomon til sababli necha qitim o'ladi ekan. Biz eng oxirgi qitim ko'z yumgan paytlarimizda o'lish deb hisoblasak, lekin yomon so'z bilan biz bu hayot bir necha qitim o'lishga majbur bo'ladi ekanmiz. Kötəməydi ekanmiz. Bir ömür şu yarımız qanab, jarohat bo'lib, yuragimizni bearam qilib yashaydi ekanmiz. Mana bu nimaning qudratidan, so'zning qudratidan. Demak, bu nuqtada biz cho'qim boshqalarga azor beradigan so'zdan o'zimizni qochirishimiz kerakki, hargizmi qanday qila olayding? O'chim nog'inim og'an, qanday qila olayding? Gap qila olaymi? Voy, sen gap qilgan gapni men qila olaymi? Menamsa deb ikki ig'iz gapni tetitib qo'yaylik, tuzda men tangshab qo'yaylik, qarshi tarafni o'ylab beqinglar qarindoshlar. Qarshi taraf nima bo'lib ketadi? Ayollik haqida yana bir hikoya deb beray. Bizning o'tmish zamonda nihoyat aqlliq bir ayol bo'lib ekanda, balkim u bizdan jiroqda yashagandi va yoki uning ismi palonidir. Mayli qaysi millatdan bo'lsin, ashundaq bir aqlliq ayollar bizning davrimizda o'tgan. Shu aqlliq ayolning birisi bir kun eri debdi-ku. Ket. Ata-onangning uyi ket. Men sen bilan endi bu umrni qayta o'tkazib olmaydigan o'xshayman deb ayol ikkisi urushib qolganda debdi. Degan keyin bu ayol yig'lab turibdi. Turgandan keyin nimani xohlasang shuni ilib ket. Uydan nimani xohlasang shuni olsang bo'ldi. Men rozi. Degandan keyin ma'qul debdi. Akşam eri qattiq uyquga ketganda bu ayol harviga besib, ani akitibdi. Tang suzilay deganda bu odam ko'zni ichib qarsa, ayol harvining chulvurini tutib, kulib o'tdagan. Nima shub ketdi deb qopibdi. Qopsa, nimani olsang mayli men rozi degantingiz, menga kerakli siz. Menga hech nima kerak emas, siz kerak debdi. Sizlar o'ylab beqinglar, jahli bilan turgan er yonamdi, yonmamdi? Yanıdı. Demak, so'zning qudrati jahli bilan turgan odamni yondira oladi. Lekin ko'pincha vaqtda biz o'tning ustiga mayin taz, mashtal chachimiz. Paraslab ko'yayotganning ustiga may chichib qo'yamiz. Yoki o'zimiz chachimiz, yoki boshqalarni chashqizimiz. Nima bilan? So'zimiz bilan. Masalan, taz ochiq gap turgan odamning yeniga kelib, "Bek ochiqingiz gapdi, ha?" Tillopli bilan bo'lmasa. Degan qaraganda ochiqingizga bering. Hech qisi yo'q. Balkim qarshi taraf qasdan qilmadi. Degan ma ikkisining farqini o'ylab beqing. Siz o'tning ustiga may chechiyotamiz yoki suv chechib pasaytishga urinyapamisiz? Demak, bizning insoniy sifatlarimizda qarindoshlarim boshqalardan og'rinib gap qilish, boshqalardan og'randirib gap qilishga hech qanday yo'limiz bo'lmasligi kerak. Esinglarda bo'lsin. Qadamni ilyapmiz, kaynimizdan izyan qo'shib kelyapti. U bizning farzandlarimiz. Nurg'u vaqtlarda o'ylaymiz, hech kim bilmadi. Hech kim ko'rmadi. Hech kim his qilib bo'lmadi. Men balamni dangliq kursga olib, dangliq muallimlarning qo'lida tarbiyaladim. Demak, u mendan ilg'ari bo'lsa bo'ladi-ki, mendan to'van bo'lmaydi deysiz. Yo'q, unda emaski. Ana bo'lgan safarimda his qildim, undaq emaski. Men cho'ng o'g'limni 2 yilning oldida kichik ukisining oyog'ini kiydirishga buyurdim. Ma'qul deb kiydirib etib, pochaqlarga ikkini soldi. Putingni tuz tuta deb. Yurgim shunda og'irdi. Chunki a pochaq mening ichimdan chiqqan. Xuddi mening pochaqimga tekkandek tayoq u. Qarindosh turib nemish qursa fuqangni dedim. Sen putun tuz tutmadi deb. Bu kichik tursa putun tuz tutib bo'lamaydi. Voy fuqam bundaq tutib kiygizsang bo'ldi-ku balam. Desam, sen uratding-ku dedi. Qarang, men gerçi o'g'lim bo'lsa-mu, ikkinchi o'zimni o'g'limning harakatidan, so'zlaridan ko'rdim. Siz hech bir vaqt dangliq ma'lumlarning qandaqdir o'zingizdan ayirib bilib, julib bilib bir ma'lumning qo'liga topshirish bilan bir balni tarbiyalab bo'lamaysiz. Chunki qon sizning.
İçiniz göşü altıda çıktı, sizden nurgun narsalarni elip çıktı. Endi nurgun alohidliklaringizga, nurgun kamchiliklaringizga uning hayoti yetarlik. İz besib mengishga yetarlik, yetadi. Lekin biz ba'zi vaqtlarda ham o'ylab olamiz. Ham xiyolni qilib olamiz. Yo'q. Bugungi davr yaxshi davr. Men yaxshi tarbiyalasam-la, mendagi nachar xohishlar uning singmaydi, singadi ekan qarindoshlarim. Cho'nglarga salom qilishni o'rgatmasangiz, u boshqalardan o'rganib oladi-yu, lekin esinglarda bo'lsin, qaga keklikning mengishini do'rayman deb o'zining mengishini unutib qoladi. Ma'qul, boshqalardan o'rgansin, lekin uning asli o'zining mengishi u emasdi. Buni kim o'rgatadi? Biz o'rgatamiz. Biz ballarımızga o'rgatadiganlar so'zlashni, mengishni, qarashni, ideyani eng avval bizdan og'ini to'g'ri. Biz boshqalarga havola qilib muvaffaqiyat qozonmasligimiz mumkin. Xo'sh, shu nuqtada insoniy fazilat haqida to'xtalyapmiz. Boshqalardan og'rinishni biz ballarımızga o'rgatdik. Keyin uni jup bulamaymiz. Bekmetes qon qiyniga singib ketganda qonni qaytadan tatib salsaqmi, bu bek test o'zlashidi ballarımızga. Shunga biz so'zlashni o'rganishdan burun keyni yandırsak aslimizni. Ağız yumuşunu öğrenimiz. Ağız yumuşunu öğrengendan keyin tefekkür qilishni öğrenimiz. Tefekkür qilishni öğrengendan keyin qarshi tarafni kuzatish asosida qarshi tarafning anglag'isi va gap doirasida suhbatlashishni öğrenimiz. Nima uchun ba'zi do'stlarimiz bilan oylab, yillab ko'rishimsak telefon qilgimiz kelmay qoladi. Ba'zi do'stlarimizni bir kun ko'rsak chidamaymiz. Çay oldimizga chiqib bo'lish qandaqroq turding adash? Ishlaring qandaqroq? Ag'inam, yiningda bulanmadim. G'amlaring bo'lsa aytqin degan so'zni anglashni yaxshi ko'rib, "Ey, oda sen bek sig'inib qara, beshimga mundaq kun tushib" deb boshlagan so'rinda siz ketganingiz keladi. Garchi u sizning yaqininiz, birodaringiz, qarindishingiz bo'lsa-mu, bu ish takrorlanayverganda siz o'zingizni qochirsiz. Uf, mushni ko'rsamla yerib ketaman deb. Lekin ahvolingizni so'ragan, sizdan ko'ngil so'ragan odam bilan uzun choy ichganingiz keladi, iliq choyni bahona qilib turib, yurak so'zlaringizni aytganingiz keladi. Demak, bu yerda siz qarshi tarafning maylini utquningiz uchun u siz bilan o'tdag'iz keldi va yoki qarshi taraf sizning ko'nglingizni utdi so'zi bilan sizning o'tdag'ingiz keldi. Xo'sh, ikkinchi nuqtada biz eng oldi bilan o'zimizni tushunaylik qarindoshlar. Salohiyat nuqtasidan, oila nuqtasidan, jamiyatdagi rolimiz nuqtasidan, masalan, korxona salohiyatida siz xizmatchilaringizga qanday muomala qilish? Siz iyilik tiklovchi salohiyatida sizga yaqinlashgan hamkorlashuvchilar qanday muomala qilish degandek bir turlik salohiyatlar ichidan o'zingizni ayirib, turib, kimga qanday muomala qilma deganni bekitisiz. Hargizmi, men korxonchi o'g'anqa menga voyda. Men degan shundoq chiroyli bir ayol menga voydisin. Hay yaqarindishim. Har kimning voy deyilishga ehtiyoji bor, o'zaro voy deyli. Ishning aslini o'zaro voy deyli. Qandaqdir siz menga men sizga emas, o'zaro voy deyli. Xo'sh. Endi 3-nuqta. Endi buningda men bayatdan ilqi xushomadga aylanib ketmasin dedim-ku. Nurg'un vaqtlarda kursantlar, o'rganguvchilar mundaq bir narsa so'raydi. Mayrada men boshqalarni ilqi maqtash orqali yaxshi bo'la olamdim deb. Yaxshi bo'la olaysiz. Haqiqiy maqtasangiz. Lekin oshirib etsangiz bo'lmaydi. Masalan, taqturqi, chiroyi, bakrak odatlikcha yoki satrak bir ayolni o'g'illardan birasinglar kelib, "Xonim, ajoyib chiroyli ekansiz" desangiz, "Eliq ayol cho'qim sizga amroq emas, o'shli bo'lishi mumkin." Meni sing'ilib ketibdi deb. Chashlari oz bir ayolni kelib, "O, ma chashning jiqliqini, o bilakdek chiqamdi nima?" desangiz, cho'qim sizga bir zahar ko'zda bir qarishi mumkin. Men toz da'vatam siz deb. Xuddi shuningdek maqtashmo joyida, odamga qarta ko'tiraligidek bo'lish kerak. Hargizmi eshib ketmaslik kerak. Eshib ketgan har qanday narsa odamga ziyon qiladi. Tomoqni oshirib etsak, oshqoznimiz ortib qoladi, tomoq ortib ketadi o'ylaqi. Ish ortib qopdi deb ota-onalarimiz bizni davolatishga to'g'ri keladi yoki o'zimiz doktorxonadan chiqamay qolamiz. Shuningdek, har qanday narsa muvofiq o'lchimida bo'lmasa, tuzliq tomoq ustidi odamni. Xuddi shuningdek gapnimi misqarlab, sarlab deyishga to'g'ri keladi. Maqtagan vaqtdami? Endi bu maqtashning yo'li bor dedi. Xo'sh, qanday odamlarni qanday maqtaymiz? Masalan, ba'zi odamlar oilaviy ehtiyoj tufayli oilasini maqtasangiz yaxshi ko'radiganlar bor. Voy, oilada siz bak yaxshi tutar ekansiz uyni,
sizga qarab huzurlanib qoladigan odam, sizdan o'gindigan tarafim chiqqan desangiz, ajoyib xush bo'lib ketadigan ayollar bo'lishi mumkin. Ailesi qalaymaqan, xizmatdan muvaffaqiyat qazanib, o'zining kuchlik ayollik tarafini namoyon qilayotgan bir turlik ayol bo'lishi mumkin. O ayollar siz keliblam, uyni bekpayiz tutsiz desangiz, bir qana qilama, bir tilka mirad uyamni ko'rib qolganmidi deb o'diqib ketishi mumkin. Demak, bu maqtash uning ta'sir aksichi ta'sir beradi. Ba'zi erlar bor. Balkim farzandlar orqali maqtilishni yaxshi ko'rgan. Cho'ng bolangiz sizga bak o'xshabdi va naq o'zingiz. Bundan keyingi ishlaringizni balkim mushi balami davomlashtirib ketaligidek, erkakning g'ururi boshqacha, ha. Balasi yo'q erning oldida balangiz cho'qim sizga o'xshaydi-ku deyman, deb yiqinga. Uribla bir yeringizga. Erning bo'lib ketadi. Mening tek balam yo'q, balkim tortishib qoladi. Demak, misqarlab, sarlab ol degan gap, chunki gapning tegini gap ichib o'tadi. Siz xushamat qildim deb ortiq gap qilib qo'ysangiz, qarshi taraf yoqmaydi. Qarshi tarafga ko'ngliga yoqmaydi. İştigirak yeningizdan ketgisi keladi. Muvaffaq yo'sinda maqtasangiz. Endi yana bir qism qarindoshlarimiz bor. E'tirof qilmay bo'lmaydi do'stlarim. Sizlarga bak aytqim bor. Mehrini quluplab yashaydigan. Gayet degim keldi, yeniga beribla bilaklarni jinim qarindishim o'tinib qolay. İçibding o'zingizni. İçibding opa qarindishim. Opa singlim içibding o'zingizni degim keladi. Bu mehrini quluplash mehiblikdan deb o'ylayman. Masalan, puti to'kur va yoki ko'zi ko'rmaydigan, qulog'i anglamaydigan bir qism tug'ma holatda mehib do'stlarimizmi bor atrofimizda yo'q emas. Lekin ular hech bo'lmagan imo ishorat orqali o'zining mehrini ifodalaydi. Deyish orqali sizning qilgan ishingizni e'tirof qiladi. Yaxshi qilding, yaxshi so'zlading, yaxshi o'yinding, yaxshi ishlarni vujudga chiqaribsa deyish orqali sizga mehr beryotdi. Lekin bir qism qarindoshlarimiz ma'ningdan qo'shroq, maqtashdan qo'shroq. Maqtash so'zigimi zahar jutqandek jutib o'tadi. E'tirof qilgisi kelmaydi. Ay qarindoshlarım, beshida ig'iz yumishni o'gunimiz dedik-ku. Endi ba'zi qarindoshlarimizga etishni o'gitishimiz kerak ekan deb qoldim. Yashash jarayonida. Cho'qim ig'izingizni etishni o'guning. Masalan, birovning bosh kiyimi yarashgan bo'lsa, qish fasli qizlar kiyib olgan po'simlar yarashgan bo'lsa, ajab sizga bosh kiyim yarashir ekan, ishchingizni o'yildingiz dang. Demayman-ku toza. Deb emasli yarashmagan bir yubkasini, "Vi odash, yubkam bek yarashib tu" deydigan qizlar bor. Uf, voy, ma qiz nemishki yolg'on gap qildigando deb ketimiz. Amaliyat o yopkidan o kun faqat norozi o'zimiz paltolarimizni yepib, xatoli kiyibaptimi bu yopkini davatgan. "Vi bek yarashibdi. Ham yani ko'midingmi? Malani ko'midingmi? Acaba menga yarashqanmi ustimdagi kiyimimni ko'midingmi?" degimiz keladi. Demak, ko'ngilni to'ydi, qalbni to'ydi. Ba'zi yolg'on aytqimiz qarshi tarafga bilinadi degan gap. Shunga mehrni quluplamayli. Aytqimiz bor, ta'rifligimiz bor, ishlarni e'tirof qilg'imiz bor, nuqtalarni e'tirof qilaylik. Masalan, Ömür Cho'lpini, ajabni chiroyli qo'yibsiz ismini qarindishim. Mana yurgimdek gap. Men kirib, markani ko'rgan ekan, Ömür Cho'lpini desa, biz kichik vaqtlarimizda Ömür Cho'lpini ekan deb bir cho'ng buvoy mo'maylarni ko'z oldimizga keltirib, 100 yoshdan eshib tursiyligi, tishi yo'q qaladan qilib umashlarni ishib kelsa, "Bundoq yaxshi" deb opalarımızning, cho'ng opalarımızning havas qilib qaragan ko'zidan, demak, odamlarning uzun umr ko'rishga bo'lgan ehtiyoji kuchli bo'ladi ekan, hech kimning o'lgisi yo'q ekan deganni bayqaydik. Naq bizning bolaligimizni esga soladigan, bizning bir umr hayotimizni bolalikqa bog'lab turib o'tmishga eslatadigan bir marka Şinjan Ömür Cho'lpini degan markani ko'rib, mana oldida maqtadim. Nemishki mehrimni qulupлагadakman. Qandaqdir buni maqtash bilan men bu mahsulot bilan bog'lanib qolamdim. Bog'lanib qolsam nima bo'pti masalan? Biz nurg'un vaqtlarda biz mehrni quluplaymiz. Masalan, kimingiz bak yarashibdi degimiz ba, bo'ldilar. Xo'sh. Hay desangiz nima bo'pti qarindishim? Men sizga desam, siz menga desangiz nima bo'pti? Mushning bilan orlig'imiz yaqinlashdi amaliyotda. Biz nurg'un vaqtlarda orliqni, ko'rikni o'tib toza deb buzuydigan vaqtlarimiz bor. Nim bilan? So'zimiz bilan. Nim bilan? Quluplayotgan mehrimiz bilan. Lekin bu so'zni ko'rik desangiz, mehr uning betoni, qurilmasi. Biz ko'rikni mushundaq sapmag'imiz-ku. Bir-birimizning orliqqa ko'rik hosil qilamiz-ku. Sirliq go'zal, masalan, Simfora, Şinjan Dila Bebe, Şah Güzel, Qiran Burkut, Şinjan Ömür Cho'lpini, Şinjan Sahar Guli, nima degan chiroyli qism? Sahar Guli. Saharda sayrag'an qushlar, saharda ichilgan gullar ko'z oldimizga keldi-ku. Beijing Alvilion guruhi, Şinjan Nurbilik savdo cheklik shirkati, Viyun Tao elektronlik savdo supsi, Viyun Tao. Şinjan yaxshilar savdo cheklik shirkati mana. Bir-biridan chiroyli qismlar.
Biz ma ismlarni yodimiz tutilishi orqali masalan sizga hurmat beramiz. Palani shirkatning qurg'uvchisi ekansiz. İşleriniz yaxshi bo'lsin deyish orqali qalbingiz ilib qolasiz. Qandaqdir yuk atib qo'ymaymiz-ku mehrlik gapimiz bilan. Lekin nurg'un vaqtlarda qulplab deytimiz. Maqtamayman toza. Demayman toza. Qandaq qilding demayman. Lekin bicharalar meyip altida yashab ketadi-da. Shunga eg'izimizni mehr quluplangan odamlarga aytqimiz keldi. İçütən qarindishim. Hech qisi yo'q. Maqtığınız bo'lsin, maqtыңa. O'zingizga kenglik bering. Miya keng, dunyo keng bo'ladi degimiz bor. Xo'sh. İkincisi. Endi biz qoyil qilishni nurg'un vaqtlarda so'zimiz orqali qoyil qilish maqsadiga yetmoqchi bo'lamiz. Qoyil qilish bizga kerakli bir turlik jarayon. Sizning mana shu turlik mahsulotlaringizga boshqalar qoyil bo'lmasa alamdanmamdi. Bu qoyil qilish nereden boshlaysiz? Sözünüzden başlayısınız, şundaq-ku. Hergiz bu mahsulotingizni deseniz birisi alamdı. Gap qilamamsiz deyishi mumkin. Ko'chimiya deb sizga bir xil ish chaqirtgan qiyofat qarab qelishi mumkin. Lekin hammanglar mana bu chiroyli eg'izinglarda so'z chiqirib turib, so'zni yasab turib boshqalarga mahsulotinglarning qadr-qimmatinglarni setib chiqaryapsizlar-ku. Xuddi shuningdek endi qoyil qilishni biz tilimizning kuchidan emas, mana miyadan tatib chiqarishimiz kerak qarindoshlar, miyadan. Siz qoyil qilishni, safarni xato besib qolsangiz yo'ldan esib ketasiz. Xato bekatga tushib qolasiz. Yurakdan chiqing. Bosh bekat yurak bo'lsin. Tushirgan bekitingiz oxirgi nuqta g'alaba bo'lsin. Hargizmi siz boshqa bir bekatdan tushib, ezib, mashina almishib, poyez almishib tushirmang. Mana chiqadigan nuqta, gapning har vaqt chiqadigan nuqtasi yurakdan bo'ladi. Lekin endi mana yurakdan gap chiqadiganga bir askartim bor, u bo'lsa ziyoda ochiqingiz kelgan, ziyoda azoblanganda yanala eg'izni yumishini tanlab oling. Yuragimdan chiqqanti ochiqim deb zahar chechilib ketadi eg'izdan. Tamchi zahar chechilib ketadi. Hatto atrofingizni magnat qilishga yetarlik. Qalblarni kir qilishga yetarlik. Odamlarni chak-chekidan ajratib, yuraklarini par-par qilishga yetarlik. Shunga yurakdan chiqqan so'z ziyoda ochiqlagan, kayfiyatingiz yaxshi emas vaqtlarda chiqmagani tuzuk. Lekin siz ma'lum bir nishonni planladingiz, xo'sh, bosh bekitingiz yurak bo'lsin. Oxirgi nishoningiz g'alaba bo'lsin. Yurakdan chiqing. Am nurg'un vaqtlarda qandoq chiqaman yurakdan deyishingiz mumkin. Aytqingiz ba chiroyli so'z iboralarni avval qo'rashtiring. Masalan, hech qanday tayyorliqsiz holatda sahnaga chiqib ikki og'iz so'zlaydigan odam meningcha o'zini yalang'och his qiladi. Balkim uning kiyim ustida shunday chiroyli kiyimlari bor. Lekin u allaqachon sizni sizlarning oldinglarda yalang'och his qilib bo'ladi. Men qana qilaman? Voy, men gapimni topolmadim tayyorliqsiz holatda. Lekin tayyorliqi bor holatda yurakdan chiqarish sizga nurg'un bo'shliq beradi amaliyotda. Siz tayyorlik bilan tanlaysiz. Ma javhariyatni tanlay. Ma go'har so'zim. Ma u xuddi bir tal uzukka ko'z bo'g'dak yoqut so'zim. Sizning tanlashga imkoningiz bor. Har bir so'zingiz go'yoki bir tal uzukka qo'ygan ko'z kabi boshqalarning dilini chaqnasin, yuragini chaqnasin, shuning yuragiga yetib borsin. Shuning uchun siz yurakdan chiqing. Bekatni to'g'ri tanlang. Xo'sh, buning keyindikisi davomi. Xo'sh, endi salohiyat masalasi haqida o'zingizning kim ekanligini biling degan narsani o'tdik. Endi keyinda tashishi. Endi men o'zimning kimligini uqqan bo'lsam, siz kim qarindishim? Siz kim? Siz kim? Men sizlarning kim ekanligingizni uqishim kerak ekan demak. Sizlarmi boshqalar bilan paranglashgan vaqtda eng oldi bilan o'zinglarni tushunish, o'zinglarni bilishni birinchi o'rin qo'ygan asosda endi qarshi tarafning salohiyat masalasini hal qilishimiz kerak. Masalan, ba'zi odamlarimiz bor, sizga buyruq talaffuzida gap qilishni yaxshi ko'rib qoladigan. Qaysinglar buyruq talaffuzida gapni yaxshi ko'rsizlar? Menimcha ko'pinchamiz yaxshi ko'rmaymiz. Hatta kichik vaqtimizda buni ifodalaymiz. Daverdi ekansa deyish orqali boshqurma meni degimiz bor. Voy men bilma deyish orqali voy men bilma ta'kidlama degimiz bor. Demak, kichik vaqtimizdan boshlab mush qanot quyruqlarimiz yetilgandan boshlab bizning bir ushqimiz bor erkin azod holatda.
Qandaqdır cheklimga uchrag'imiz yo'q. Lekin so'z orqali cheklimga uchraganda yuragimiz azoblangandek, endi biz boshqalarga tushunmay turib, buyruq talaffuzida gap qiladigan huquqimiz bormi? Qirtinga deydiganlar bor. Nimani? Siz nafsingiz izzat atamdi, tatmamdi. Ben sizga mana necha qitim dedim, qiling-a. Kimdingiz siz? Qarang, mana ikki dialogni. Birisi pichoqni kelib, birini tiqqanti, keyindan ajulib ilib, umi tiqdi. Xuddi shuningdek, buyruq ko'ngilga yoqmaydi. Ikkinchisi yana yoqmaydigan bir narsa bor. Hukm. Hukm jumla xarakterini ishlatganlarmi xeyli kengir uchraydi. Ma ish zot mushundoq bo'ldi. Kim guvoh? Kim tasdiq tushadi? Nereden anladın? Endi bu biz rioya qilishga tegishli qonun nizamlar, siyosetlarning doirasidan sirt turmushlik paranlarimiz haqida bo'lyotidi. Masalan, qonun nizamlarda hukm jumlalar bor, biz rioya qilishga tegishli. Biz bir puxra bo'lish sifatimizda ijro qilishga tegishli. Lekin turmush, hayot masalasi, hayot savdosini hal qilishda biz boshqalarga hukm jumlalarni ko'p ishlatish bilan, buyruq jumlalarni ko'p ishlatish bilan, e'tirof qilib aşırı yutadigan cümlelerni köp işletiş bilen yoki inkar qilib bir odamni yo'q qilib yutadigan cümlelerni işletish bilan muomala qilsak, kechiringlar. Hayot savdosida biz ko'pincha murakkab, chulib ketgan jipning orasiga kirib qolamiz. Bosh uchun topolmaymiz. Men jipning uchun nada deb qana qilaman? Nereden boshlagan bu qo'ydim? Mana bu ish dal qarshi tarafning tushunmaslikdan kelib chiqadi. Qarshi tarafning salohiyatini biling, o'rnini biling. Onun kim ekanligini yaxshi tahlil qiling. Uningga gap qilganda cho'qim diqqat qiling. O'zingni chaqlasang, o'zgini shir chaqla deymiz-ku. Men shu cho'nglarning bir gapini bak yaxshi ko'raman. Eski chaponning ichida odam bor. Hayjinim qarindoshlarim, ko'pincha vaqtlarda qimmat qarshimizga ba'zi bir xato burilishlar tufayli yamoq tushgan chapon kiygan va yoki nomratroq ko'ringan odamlarga e'tibor bergimiz kelmay qoladi. O'ylamagan yerdan balkim sizning hayot yo'lingizdagi o sizning bir shafqatchingiz. O sizga bu hayotda dars bera oladigan bir odam. O issiq sovuqni nihoyat boshdan ko'p o'tkazgan bir kamtar inson bo'lishi mumkin. Lekin biz salohiyat masalasini to'g'ri hal qilmay turibla uningga e'tiborsiz muomalamiz, sovuq ko'z qarashlarimiz va yoki bilarmanlik holatimizni yuzlansakmi, demak, yenguchi kimi, yengilguchi kimi miyada tanglimi aniq bo'ldi. Biz yengilamiz. Uyak yandı. Muşu bizden mesela avtobuslar, metrolar veya sefer üstüde hatta aeroplanda mesela yenimiz oltağan adamlar bilen bir ağız söz bilen köngülümüz ıllaydigan, bir ağız söz bilen köngülümüz soğuydigan, bir sefer 2 saat bizge zulüm bilindigan işler nemeden keledi? Herkes mi? Hareketten emas. En aldı bilen sözdün. Mesela ornunuz almışıp kaldı aeroplanda. Birov kelip, kechiring. Men müşteriyiz taraf meniki ekan to'q degan qaraganda, o'rin meniki ekan to'q, moya qo'tamsiz degan ikki jumlaning farqiga qarang. Sizning salohiyatingizni ma'qul bilmay turgan bo'lsin. Sizning hurmatlanishga ehtiyojingiz borligini nazarga olmasdan sizga buyruq talaffuzga gap qilgan bo'lsin. Qaysinglarning ko'ngliga yoqadi? Hech kimning ko'ngliga yoqmaydi. Şuna illik muamilni baharga o'xshatdi cho'nglarimiz. Illik muamilni yozga o'xshatdi cho'nglarimiz. Jinim qarindoshlar, endi men bir narsaga o'xshatib baqay. Fasllar ichida qish shu fasllarga yarashadi. Odamning so'ziga yarashmaydi. G'oyida qalblarni muzlatib turgan so'zlar kimdan chiqadi? Bizdan chiqadi. Dal o'zimizdan chiqadi. Hech kimdan chiqib o'zimizdan chiqadi. Muzlatib yetimiz, qor yog'dirib yetimiz qalbga. Cho'qim muzlarni yog'dirib yetimiz. To'ng bir odamlar bor-ku, to'ng deb qo'ydigan. Ajab bir to'ng qo'pol deb. Lekin bundaq odamlar o'zini qandaq niqoblayotdi bugungi kunda. Mening mijozim shundoq ko'nglim tuz. Ey jinim qayrantishim, ko'nglingizning tuz bo'lishi bilan, agir bo'lishi bilan ko'p odamning qari yo'q. U hurmatlanishga bo'lgan ehtiyojini talab qildi, sizdan pul talab qilmadi, mol dunyo talab qilmadi va yoki bir tax issiq tomoq talab qilmadi, muomil talab qildi. Uni beramas. Mencha mushtaq tuz, yaxshimi? Siz bilan kimning e'tibori? Siz bilan kimning qari? Demak, bizning hayot muomillarimizga uzukchilik dal boshqalarga e'tibor bermaganimiz, boshqalarning bizga e'tibor bermaganidan kelib chiqadi. Shunga salohiyat masalasini o'zingizninkini hal qilishga qaraganda, boshqalarninkini bilib olish texim muhim. Siz kim bilib oldingiz? Siz qaysi bosqichda qandaq odam? Oilada siz kim? Xizmat o'rningizda siz kim? Shirkatda sizning rolingiz nima? Jamiyatda do'stlaringizning ichida siz kim?
Farzandingizning oldida siz kim? O'qituvchingizning oldida siz kim? O'quvchingizning oldida siz kim? Xo'sh, masalahiyat masalasal bo'ldi. Endi qarshi tarafga qaraganingizda u balkim bir shir. U balkim bir ulug' kishi. U balkim sizdan nurg'un narsani bildigan bir odam. Hargizmi sizdan bek tövanda emas. Lekin ko'pincha vaqtlarda biz o'zimizdan tövanga tushirib qo'yamiz, zo'lab. Shuning bilan odam bizni dastlab o'tib ketadi. Biz nim bo'ldi deb ustiga biz qarab qolamiz. Xo'sh, davomini deylik. Endi buning uchun biz mana shu bir qator suhbatlarni olib beryapmiz, qadrdonlar. Bu hayotda so'z masalasi kelganda, gap qilish masalasi kelganda men o'ylayman, pishqan notiqningmi so'ziga putilishadigan vaqtlar bo'lganidek, hammamiz bir umrlik o'rganguvchi. Hammamiz, menmi, sizmi, hammamiz, hatto bizning ota-onamizmi buning ichida biz o'rganib bor ekanmiz. Hayatning bizni tavlashlarga ergishib, biz qandoq gap qilish, hatto ba'zi qaysi gapni qilmaslikni o'rganib bor ekanmiz. Qandaqdir 2 kitobni o'qib qo'ygan bilan, 4 iborani yodlab olgan bilan, 5 kuplet she'rni taq boshqalarning oldida so'zlab, ajab yodlash iqtidori yaxshi ekan degan so'zga erishgan bilanlar biz notiq bo'lib bo'lmaymiz. Biz cho'qim o'zimizni qayta yug'urib pishirishimiz kerak. Xuddi boshlang'ich maktabdagi o'qituvchimning bir gapini bak yaxshi ko'raman. Pichoqni bilib tursa ishtiklaydi bolalarım deydi. Kallanglarni ishlatinglar deydi. Ishlatsanglar ishtiklaydi deydi. Demak, o'rinli qilib darsga diqqatini bermagan savodashlarga pichoqni bilib tursa ishlaydi jinim balam. Kallangni ishlatib tursang ishlaydi. Mening boshlang'ichdagi sinf mas'ulim matematika dars beradi. Hozir o'ylasam hisoblarni ishlashga xo'sh yoqmagan bolalarga mana mushu misollar orqali ularning tuyg'ularini uyg'otishga tirishib beqibdi ekan. Xuddi shuningdek, endi bu so'zmanlik yo'li va yoki boshqalarni qoyil qilish yo'li, qandaqdir sizning o'lik holatda kitob yodlashingiz bilan, qandaqdir ajoyib bir fasohatli jumlalarni bir ikki qatim keltirib olishingiz bilan va yoki she'r yodlab boshqalarni qoyil qilishingiz bilan amalga oshmasdan bir umrlik pishib yetilish bosqichingizda bara kitobni yizilgan sir tomlashgandek mushundaq qilib bordi. Masalan, boshqalarga silliq muomala qilishni o'rganish uchun siz eng oldi bilan boshqalarga bo'lgan hurmat berishingizni kuchaytirib beqishingiz kerak. Masalan, burun, yaxshimi? Hajinim qarindoshlarim, ota-onalarimiz bizga o'rgatgan salom sen uchun qarz deb. Bu qandaqdir biz birovga yonchug'imizdan chiqarib pul qarz bo'lganlik emas, muomala qarzini bizga ota-onalarimiz adab yo'sin ichida o'rgatgan. Qalidek mangmay salom qil deyish orqali bizga tunji qadamda bo'sog'idan atlab uchirgan birovga salom qilishni ota-onalarimiz ta'kidlagan. Qandaqdir usib o'tib ket demagan. Lekin bugungi aldirash paytlarda mo'rlarimiz so'qilib o'tilib ketganda hatto ba'zilar voy jon qishning ustiga qish, muzning ustiga muzni berib ketamiz. Mana mushumu tarbiyalanishning bir yo'li ekan. Daqiq ochig'ingiz keldi, o'zingizni to'xtab. Xapamanga qarshi taraf balkim shurrit eriydi. Jahl bilan ketayotgan odam sizga qarab ochiqlaydi desa, hech qisi yo'q. O'tib ketdi. Bir kuningiz xushal boshlanib ketadi. Lekin ko'pincha vaqtlarda bo'sog'idan atlab. Yaxshimi? Uyqungizdan qonmig'inni boshqalar bilish kerakmi? Charchab ketganingizni ajaba boshqalar bilish kerakmi? Ifodalab turamiz. Ochig'imizning kelgini, ishchimizning siqilg'ini ifodalashga ehtiyojimiz tushib ketadi. Erib ketgandim-chu. Nima qarimnisa? O'lab ketamizmi o'sha vaqtda? Lekin ko'nglimizdan yapa shundoqmi charchab ketdingizmi deydiganlar chiqadi. Lekin biz mana mushunimi chiniqish jarayoni to'xtab tura, charchab ketsammi? Bilindirdigan odamlarim bor, bilindirmaydigan odamlarim bor. Salohiyat masalasini farq etmay, tuzuk gap qilishmaydigan ishxonadagi bir hamroyingiz bilan yoki uzun vaqt aralashmagan bir do'stingizla uchrashib, bek charchab ketyapsiz. Nima qilamsa deb ketib qolsa, qarz so'ram nima bu deb o'ylab qolsa, qarang, so'zingiz orqali bir o'ldingiz, so'zingiz orqali bir tunjiqdingiz, so'zingiz orqali bir tanbih yedingiz, so'zingiz orqali javobga erishamadingiz. Demak, e'tiboringiz nada? Tövanda. Mehr berib beqing aqini. So'zingiz orqali mehr. Bu mehr berish qandaqdir bank kartamdagi 100 ming qo'y pulning 50 ming qo'yna paloniga berib bir mehr beraymi? Yo'q, qarindishim. Pul orqali beramagan mehrni
Şəfqətiniz arqılıq yetkizib bulanmagan mehrni köpünçü sözünüz arqılıq yetkizə alaysiz. Köngül bölüp yiqin. Məsələn, bu köngül bölüşünü qarindaşlarım. Bu yerdə herkes ögütüş üçün deyilgan gap emas. Özümgim ta'kidlash üçün dedim. Ata-analardan başlap baqaylı məsələn. Köpünçü vaqtlarda yançıqımız tom pul tapdıq. 5000 koyunu ayda taşlap qoyup, tağımı tağ, bağım bağ. Nədi balam? Vay apa, mən yol tutum, yeliq vuray. Apa, mən manda açtım, jığında, yakı bolmasa, yeliqi gapmi yoq, pır, besi düşba. Maqul, biz öyümüzdən başlap baqaylı. Qanaraq tutun apa, bugün nemi yedin, nemi iştin. Beşin yana ağırı atamdı, putonun ağırı qandaraq. Məsələn, müşədə çoğlağı mas keldiğən məhsulatlar buluşu mümkün. Özara bir-birinlar bilan mana oxşaş bir səhnədə oturubsizlar, bir-birinlarning məhsulatını çoğlağı tavsiyə qilish orqaliqmi bir mehrni uyg'otish mumkinmi, mumkin emasmi? Lekin biz jiroqdan izlab qolamiz. Qachon qarsi mehrni eng jiroqdan izlaymiz. Hay jinim qarindoshlarım, mush atrofimizda bor. So'zimizdan qurashtirib bu mehrga suv qo'ysak, gul ichilib ketadi. Mehrni yatning ayollariga berib qoldigan erlar bor. Qo'y, qanday yaxshimsiz? Oy, tamog'ingiz yomon o'xshabdi, juma qaysi kun charchitib atdiq. Xotini bir umr atgan pologa bir qitim rahmat demagan yiliq erkak birovning xotinining etib bergan suyuqish uchun rahmat bildirib ketadigan ishlarni ko'ramdiq, ko'mamdiq. O'zining eri bir umr shu oila uchun jon ko'ydirib, oilam deb yashaganiga bir ig'iz rahmatga erishmagan bir er bir ömür seliştiriliş içinde gururunu tüketkinini bilemdik bilmemdik. Mesela palanın eriçü dağçılarını hep gitti sizcu. Ve pogonun erinin bek kelişimlikçi mu başkalar bile münasebet yakşı sizcu. Karanlar çinim kayırındaşlarım. Ma sözlerimizden kudurtiga. Ma sözlerimizden bizni ilip berivatkan hicaylarıga. Ma sözlerimizden bizni turğuzuvatkan orullarıga. Gaylarımız ayede. Gaylarımız ayede. Gaylarımız ayede. Ekka qo'lingni desek, bu tatib bizni nima tushib ketgisi va. Demak, so'zni bir butun hayotimizga bog'lasak, qarindoshlar, biz qadam-qadam har kuni tong sahardan boshlab kechda uxlab yotqicha ugunadigan, hatto uxlashdan burunmi bugun men nimani dedim, nimani demadim, qaysi so'zim kimni ranjitdi, qaysi so'zim bilan kimni xush qildim, qaysi so'zim o'zimga arzidi, qaysi so'zim o'zimning g'ururimni payxon qildi, qaysi so'zim bilan balamning ko'ngliga bir soyini tashladim, qaysi so'zim bilan balam bir umr unutmaydigan bir ishni qalbiga chekib qo'ydim. O'ylab baqayli. Bekchiq bo'lishi mumkin. Hatta tapşırıq işletip durup balalarımızga dötkensejumu. Ders vaqtida nima ish qilganding? Marka chaplanib ketadi. Siz xalamang abala markani maydasiga chaplab bo'ldi. Ha, ozroq döt o'xshaymajumu ras. Men shu döt o'g'ash opamni men döt degankin döt o'xshayman men. Bara o dötlik yo'lga o'zimiz yetlabmek. Yo'q, aql mek. Mush yo'lda men döt doğankin sen mush yo'lda men deb ko'rsatib qo'yamiz. Demek ma sözümüzün kudurtu bilen bir iktidarlık erni iktidarsız haletiga zeherdek söz bilen düşersek bir aciz ayalni güçlük haletiga qıstap apırıp koymuş pul tape. Şunun bilen güçlengende tili qattiqlashidi bunun. Bağrımı qattiqlashidi. O kömegen kunni ko'rishinglar eriga qarab başlanıp ketadi. Bir ailedagi jidalning sababchisi hech qanday vaqtda qo'shni palani yoki pokoni bo'lmaydi, eg'izdan chiqqan yarda qildigan so'zlarimiz orqali bo'ladi. Balami ta'sirga uchraydi, cho'nglam ta'sirga uchraydi. Eng muhimi mush so'zning egisi yoki mush so'zga quloq bergan sizmi ta'sirga uchraysiz degan gap. Xo'sh, davomlashtiraylik. Endi 3-si, endi ma 4-nuqtaningki 3-si keldik. 4-nuqta bizning mushu so'zlarimizga so'ganlarni tozalaydigan, so'zlarimizga ojizliklarni yopadigan, bizning so'zlash iqtidorimizga ma'no qo'shib, bizni texim kuchlantiradigan 5 bosqich bor. Shuning 3-si. Tayyorliqsiz holatda imtihonga kirish, tayyorliqsiz holatda jangga o'tish, tayyorliqsiz holatda bir ishlarga muomala qilish, tayyorliqsiz holatda mehmon kutish odamni qanchalik bearam qiladi. Xuddi shuningdek, tayyorliqsiz holatda so'zga otlanish adamni gahida yalang'ashlab qo'yadi. Gahida bearam qiladi. Gahida o adamning butun natijasini hatto nolma qilib o'tadi. Har qanday vaqtda tayyorligimiz bo'lsin deb turamiz o'zimizga. Bu tayyorlik qandaqdir say bilan go'shni bingshang'i liq qachilib to'nglatqida liqqida say go'shim bor degan holatga tayyorlik bo'lmasdan ishingizga qachilagan belimning ko'proq bo'lishiga e'tibor berishga.
Bu bilim qandaqdır fizik, ximiya, hamma narsani emas, bir bütün yaşagan hayatыңызda ətrafınızdan alğan ozuqluqlar içində nimaning foydaliq, nimaning ziyonliq ekanligini ayırıb olgandan keyin foydaliqni hazm qilib, foydasizni yanığa ayırış bilan belgilendi ekan. Hazm qilganingiz odam nimani yesa shuni kekirdi deymiz-ku. Kekirib chiqqandagi puraq sizning nimani o'rganganingiz, nimani ishlatayotganingiz, nim bilan boshqalarga muomala qilayotganingiz isbotlig'iga o'xshash qarindoshlarim. Demek, maya qaçılağılık haleti turğunida. Mesela, siz bir gün birov bilan söhbətə çıxmaqçı. Bu yoqni siz ya vakalatçı qilishni o'ylashdingiz. Va yoki hamkorlashib qilishni o'ylashdingiz. Va yoki umumiy bir shirkat xo'jayini bo'lish sifatida siz bilan bir turni hamkorlashib chiqarmoqchi. Xo'sh, bu suhbatda bir natija kerak qo'y sizga. Uning bilan suhbatlashish orqali siz ham rohat bo'lmoqchi. Hargizmi qarshi tarafning 2 soat sizni avar qilib o'ylashaychimi bu ishni deb ketishini siz mi xohlamaysiz? Xo'sh, mush suhbatga tayyorligingiz bo'lsin demakchi. Eringiz bilan muhim bir ishni maslahatlashmoqchi. Siz qallingizda cho'qim qoyil qilma, osh bo'za qilib bo'lsinmi, tillab bo'lsinmi, osh zahardek qilib bo'lsinmi qoyil qilma degan holatda boshlasangiz, balkim bu suhbatninki yerimlashmasdilla jidal bilan natija berishi aniq. Xo'sh, buningga ham tayyorligingiz bo'lsin. Hatto farzand bilan paranglashganda bu tayyorligingiz bo'lsin. Xuddi shuningdek, qadrli qarindoshlarim, Eğizingiz içilishdan burun çoxum tayyorlik bo'lsin. O'ylamay degan gaplar, o'ylamay chiqib ketgan so'zlar bizni qanchalik dishvorchiliklarga solmadi, avorchiliklar paturmadi. Mayli turmushda bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, o'ylamayli deb qolgan so'zlarimiz bilan qanchalik xijolatchiliklarni tatmadik. Masalan, birimiz xizmat halqasida, birimiz kasb halqasida, birimiz muomala halqasida, birimiz ayollik halqasida, birimiz hatto qon qarindoshlik halqasida. Qanchalik zahmatlar so'z orqali yetmadi. Qanchalik zahmatlar o'ylamay chiqarayotgan gapimiz orqali yetmadi. Qanchalik ko'ngil og'riqlarining oldini chiroyli so'z olmadi. Masalan, qazon beshiga tamtirab turgan kelinga qiynab kayni-kayindan ochiq so'zini beriversa, balkim kelin oqibatda zahardek so'zlar bilan yetilib chiqishi mumkin. Taqobil turish uchun so'z yozish kerak. Farzandmi shu? Chunki kelinmi bir farzand sifatida qiynoqning oldiga kelgandek, farzandmi sizning so'zingizdan so'z yasaydi. Sizning holatingizdan holat yasaydi. Sizning qarashlaringizdan qarash yasaydi. Sizning yurgingiz bilan o'zining yurgini bog'lab turib, qimmat qarshini paydo qiladi. Demak, bir ömrümüz söz bilan barpo bo'layotgan qarindoshlarim, söz bilan imorat yasayotdi. Uli mahkam bo'lmasa, bu imorat 3 bal yetavrashdimi, balkim o'rilib tushdi. Tegida qoldig'ini yana o'zimiz. Xo'sh, davomini. Endi bu mening hozirgi kayfiyatimga naq tushdi. Azroq charchidim. Amaliyotda ko'p so'zlagandan oz so'zlagan yaxshi deganni cho'nglar bizga ta'kidlaydi. Nurg'un vaqtlarda so'zimizning altın üzükü qo'ygan yaqut ko'z bo'lishini xohlaganimizda oz so'zlaganimiz yaxshi. Boshqalarni qoyil qilish uchunmi ko'p so'zlash balkim natija bermaydi. Azroq so'z bilan ko'proq ma'noni ifodalaganimiz yaxshi. Joyida aytilgan so'z bilan qarshi tarafning ko'ngliga yaqinimiz texim yaxshi. Yiqib so'zlagan, beqib so'zlagan, tepib so'zlagan aqldan aqlliq deydi cho'nglar. Aqldan aqlliq. Yiqib so'zlagan, yaqtirib, ko'ngliga yiqavatadi, mening deganim ko'ngliga yiqavatadi demaklik. Beqib so'zlagan, qarshi tarafning kayfiyatiga beqib. Anglag'isi bormi, yo'qmi? Adimi, charchidimi? Taldimi qandaq? Saytiga qaravatamdi. Ba'zida saytiga qaragandim ko'masga solamiz. Ish qilib maqsadim yetibmush gibi. Qarang, 5 minut o'tirib turing. Qarang. Mencha qarang manda demak, qarang. Canım qarindoshim, bolasini yaslidan olmoqchi yoki ish qoldiryapti va yoki uyda muhim bir jiddiy ishi bor va yoki boya sizga deb qo'ygan yarim soat vaqtim bor degan. Nimish asli saqlamaysiz? Nimish qarshi tarafning vaqtiga e'tibor bermaysiz? Xuddi shuningdek, yiqib, beqib, tepib 3 narsa bor. Yiqib so'zlayli, beqib so'zlayli, tepib so'zlayli. Demak, qarshi taraf rohat bo'lsin, biz ham rohat bo'laylik. Eng muhimi ko'pni azg'i yig'inchoqlayli. Buningmi mahorat ketadi, bir turlik o'g'inish jarayoni ketadi. Xo'sh, endi mushu boshqalarni tanqidlamayman deb aytolmaymiz. Masalan, salohiyatimiz bara-bara ko'payishga erishib,
farzandimizni tanqidlashga pek haqliqdek his qilamiz-ku o'zimizni. Chunki sen bala, men degan dada, men degan ana, sen degan bala degan holatda turib, balalarni xil tanqidlab qo'yamiz. Yoki bo'lmasa ayolni, ayol erni. Chunki ayollik bir umrlik bir oilaning zanjirini to'qish bilan birga ustozlik, shogirdlik munosabat. Gohi ustoz, ayol shogird. Gohi ayol ustoz, shogird. Mana shunday holatda bir oilani qo'pirib, imoratlar silib, mush oilani cho'ngaytib, jamoatlik bo'lib mengishga yuzlanganimizdek, biz balamizga tanbih berish, ayolimizga yoki ayol erga va yoki urug' tuqqanlar ara va yoki xizmatdoshlar ara ish qilib, boshqalarning bir ish ko'nglimizga yoqmay tanqid berishga majbur bo'lib qoladigan, zaruri bo'lib qoladigan, ehtiyoj bo'lib qoladigan, kerak bo'lib qoladigan sizdek shirkat xo'jayinlari qo'l ostingizdagilar bilan paranglashib, ularga ancha-muncha tuz ta'min tetib qo'ydigan vaqtlarmi yo'q emas. Ba'zida shunga majbur bo'lasiz, sizni majbur qiladi. Xo'sh, buning amali nima? Bakrak tetitvasangiz, voy jon, pichoq so'ngaki yetdi degan gap bor. Jondan o'tib ketib qolsa, yaxshi bo'lmaydi. O'tkazmaydisingiz, ma gap naq joyiga tegimiz texi. Xo'sh, buning amali nima? Eng avval qarshi tarafni azroq e'tirof qilgan nuqtalaringizni teping. Qarshi tarafning yaxshi tarafini ko'proq ko'z oldingizga keltiring. Siz bundan burun etib baxmagan qarshi taraf anglag'isi bor va yoki qarshi taraf anglasa hayron qoladigan, mening ma tarafimni biladi ekanda deb ko'ngli pastga tushadigan, taskin topadigan holatdagi so'zlarni teping. Siz mama taraflarda bek yaxshi. O'zim hayron qolaman. Sizdan boshqalar o'rgansa bo'ladi. Lekin deb turib boshlagan tanqid qaraganda, "Ey, kiming naqmaq qilyapsa? Ey!" deb boshlagan ma ikki tanqid qaysi jinga bek ig'ir to'xtab ketadi. "Ey!" deb boshlagan okeanni tilingiz bilan vas qilib atgan tanqid jon-jindan o'tib ketadi. Demak, buni endi usti qurilma bilan asti qurilma orasida emas, o'zaro do'stlar orasida. Masalan, gohila bir umr faylasuflardek, xuddi professorlardek, xuddi bir baholag'uvchi ustozlardek o'tirib boshqalarni baholab, tanqidlashni yaxshi ko'radiganlar bor. Qandaqdir o'zidagi yarini yepib, boshqalarning yarasini ko'chilab ichib, boshqalarni tanqidlash orqali huzur topadiganlar bor. Yo'q. Başqalarını tanqidlashning yo'li bor, boshqalarning aybini ichishning yo'li bor. Masalan, ko'pning oldida ichilgan ayib xuddi shu kishini yalang'ochlab qamchilaganga o'xshaydi. 4 damning orasida quloqni quloqqa yiqib, yurgingiz bilan qarshi tarafga bergan ayib qarshi taraf ko'taraligidek holatda bo'lsa, uning doğru kabi ta'sir qiladi. Lekin ko'pning oldida tanbih berib oldim-ku, ichimdikini deb oldim-ku, deb kir aralashib qolgan, qalbingizga kir aralashib qolgan ayib qarshi tarafni yordar qilishga yetib oshidi. Demak, qarindoshlar, chiqib aytganimizda mushadan chiqib o'g'icha, demak, ichki a'zolaringiz bilan birlashgan vaqtda sizning tilingizdan uchiga chiqib o'g'icha, qalbingizda kir bo'lsa, kir peti chiqadi. Hasal bo'lsa, hasal peti chiqadi. Mukammal tarbiyalangan holatingizda bo'lsa, adab bilan chiqadi. Xo'sh, ko'pchilik Sözlər sənəti haqqında, natiqlik haqqında biz bugün paraxtıq oturub, söz kiyimisida o'ltirib, okeanni bir qezib chiqdik, lekin qirg'oqning uchini ko'rmadik. Faqat dengiz yuzida laylab turib, ba'zi bir javoriyatlarni suzishga, ba'zi bir ilmlarni ko'pchilik bilan bahrilanishga vaqtimiz yetdi. Amaliyotda cho'nqirlaydigan bo'lsak, so'z bir umrlik ilm dengizi biz g'avvos. Tunji qilib qoladiganimiz o'zimiz naustligimiz sababidan usta g'avvas bo'lib ichiga cho'kalaydiganimiz o'zimizni mashqlantirish sababidan. Bundan keyingi hayotimizda agar mushu so'zlash iqtidorimizdan ayrilib qolmasak, mushundaq so'zlash, ya'ni ovozimizla chiqsa, so'zlayalsaklar, demak, so'z bizning umrimizga hamroh bo'lgan ekan, shaklni ayirib, meg'izini tanlab olishga biz tirishib baqaylik. Hamda oxirida 5 minut vaqt bersam, ko'pchilik ehtiyoji bor tarafdan savollar so'ragan bo'lsa. Məndən şu vaxtı xeyirlik bo'lsin. Mən Fatigül xanımdan hammalarga otiq salomlar bo'lsin. Yuqorida Mayra müəllim til san'ati haqida haqiqatan ajoyib ta'sir qilarlik bir nutqni so'zlab berdingiz. Men bugungi mush naq maydondan ikki ko'p bir she'r yozib qoldim. Ko'pchilikka shu she'rimni bir sunishni loyiq topdim. Rahmat.
Rengarang dünyaya yuşurungan sır. İnsan hem sırlarının en muhimi bil. Ger bilmek bolsan her kimdiki dil, her daim eytilgan sözlerden bil. Bolsmu gevdiniz tögü hem bir pil. Hata söz kaldırar mengüliki kir. Anlıgan hikayet eski keldi mu? Kıllını aldığı hata bir tedbir. Rahmat Fatihgul xanım. Köpçülük rahmet. Nurgun pasahatlarını içine jığırıp durup iki kuplet şiir bizning qalbimizga singib kirdi deb o'ylayman. Har bir misrasida bir hikmat, har bir misrasida bizni bir uyg'otish, har bir misrasida bizga bir ogohlantirish bor. Rahmat sizga. Salam Mayram oğlum. Salam. Sırlık Güzel Şirketi'nin ekber bölümü. Salam Nahmeydan'daki barış karxançılar. Salam ekran aldıdaki barış qardaşlar. Bugün sizinki dersinizde şunda rahat bir tuyg'ular anlap chiqibdi. Meningki sormoqchi bo'lgan savolim, men shu sud sohasiga qatnashqili 1 yildan ortiq bo'ldi. Undan burun hukumat xizmat qilib kelgan. Bu jarayonda meningki taraqqiyotlarim hozir ko'pdir. Yaxshi bo'lib menyapti. Mening taraqqiy qilish jarayonimda mening o'zimning his qilganim, men qanchaki taraqqiy qilsam, o'zimningki eng yaqin o'pchirsidiki, ash qarindoshlarimizga nurg'un foyda manfaatni tegadi ekan. Demoqchi bo'lganim, masalan, men bir faoliyat qilgan bo'lsam, shu maydondagi xo'jayin, ya'ni shu restoranning egasi deb turayli, shumi bir manfaatga erishadi ekan, anaqaki u yerga necha yuzlagan odamlarni kelgan bo'ptimi? Şu hanım kızlarımızın kiyimini tikadigan tikkichilar, girimchilar va yoki shopir ustamlar degandek bizga munosabatlik bo'lgan, bizning faoliyatimizga munosabatlik bo'lgan qarindoshlarimizning hammasiga shunda manfaatim tegib, shunda qilibdi. Men buni burun chunqur o'ylamabdi ekanman. Mush jarayonda mening his qilganim, biz qanchalik taraqqiy qilsak, o'zimizning yaqinlarimizga shunchalik manfaatimiz tegib bo'lgan ekan. Lekin bu to'g'ri savdo sohasida meningki shaxsan toza to'g'ri his qilmaganım, to'g'ri ko'rmaganim, to'g'ri so'z qilish jarayonida xaridorlarningki oladigan bo'lsa, o'zining tunishlari bo'lmay, notunishlardan oladi ekan. Bu nima demoqchi degan vaqtimda, o'zining tunishlariningki taraqqiy qilishni ular toza ko'ziga sig'dirolmaganda shu nuqta mening kallamdan sal o'tmay qoldi. Nima ish degan chog'da men o'zim shaxsan o'zim tushuntirib bersam, men nurg'un odamga yaxshilik qilsam, teximji qarindoshlarimizninki bir iqtisodiy kirimini yuqori ko'tarsak, qanchalik jiq korxonachilar chiqsa, ashulninki shunchalik jemat bo'lgan to'pisi zo'r deb shunday jihatlardan yaxshi o'ylay olmayman. Demoqchi bo'lganim, shu o'ttagan qarindoshlarimizning hammasi qanchalik ko'klasa, men bularni hargiz dushman oltida emas, mushuldan faxrlanadigan holatda ashta bir tuyg'u bor. Lekin bizningki nurg'un qarindoshlarimizda hamda balki bu qisman avvallar bo'lishi mumkin. Ayşulininki o'zining yaqinlaridan olmay, boshqa tunimaydigan yoki to'rlardan shunda oladigan sizlar intan ko'pkan. Men mushninga sizning qanday bir ko'z qarashingiz bor, ekran orqali mush ko'pchilikka sizning bir ko'z qarashlaringizni yetkazsak, mush savolim. Rahmat. Rahmat sizga. Siz mush gaplarni da'vatsiz bir gap yodimga keldi. Ya'ni cho'nglarimiz aytgan, qassob tunishiga so'ngak beradi deb. Qan qinimizga singib ketgan ba'zi bir taraflama qarash tupaylimi, balki tunishlar siz ishlab chiqargan mahsulotga damal tushunchisi yetarlik bo'lmasligi sababidan sizning yiningizga kelmagan bo'lishi mumkin. Lekin qandaqdir sizni qo'llamaslik, qandaqdir sizning ko'klab ketishingizni xohlamaslik. Bu bak cho'ng nuqtadan tahlil qilsak, biz bilmay turib kishilarning fazilatiga xato hukm qilib qo'ygan bo'lamiz. Meningcha baholig'ichilik adamiylik noktasida hammamizdan sal jiroqlashgani yaxshi. O'zimizni bilish bizga yaqinlashgani yaxshi. Mushu nuqtada siz bir satqıcı bo'lish sifatingizda o'zingizning yaqinlariga tug'ilgan kuni bo'lganida va yoki alay tabrik bo'lganida sovg'at sifatida mahsulotingizni tushuntirib bir haqiqatan berib baqdingizmi? Hatto oilasigacha berib, men o'zim chiqargan mahsulotim zo'lab sotib deb o'ylab qolma, ishlatib baq, unumini ko'rmaganda gap qil. Fikring o'sida sizlarni yaqin ko'rib og'ash keldim deb birat oldin sunib baqdingizmi? Va yoki ularning tashabbuskor bo'lib, mendan qachon olsa do'stmisa emasmi, tunishmisa emasmi, men seni sinab baqay deb tomir tutgan holatda turdingizmi? Va yoki sizmi tirishchanlik ko'rsatib ko'plab tavsiya qilib baqdingizmi? Meningcha muomala o'zaro bo'ladi ekan qarindishim. Sizmi ko'plab tavsiya qilib, ya tunishlar sizdan qochqinida masalani uladimiz deb ko'gülük. Lekin siz tavsiya qilmasdan ularni kutgan holatingizda o'tgan bo'lsangiz, demak bu yerda bir tushunishmaslik bor.
Əməliyyatda biz qadr qimmatimizni satqıç ekanmiz. Biz ba'zida tavsiya qilib beqishimiz kerak. Ba'zida urinib beqishimiz kerak. Endi yüzümning qilinligi, jinimning royati degan gapni bir o'ylasam badallarim sal tikanlashidi. Buni bak ijobiy ma'noda qabul qilganmi kelmaydi. Lekin g'ayrat qilib beqish kerak, sinab beqish kerak, urinib beqish kerak. Eng oddiysi tunji iste'molingizni opangiz qilib baqdingizmi? Dadangizga berib baqdingizmi? Qon ter bilan ishlagingizni his qildirib baqdingizmi? Do'stlaringiz yig'ilishiga kechikib qolganida bir qitim qarindoshlarim xapimanglar, har qitim kechikib bajab beoram bo'laman. Mahsulotning ishi bilan aldirashib qoldim. Sizlarga bir ataldan og'ash keldim va yoki palani yerim og'riyib davotatding va yoki palani yuzlarimni asrayman davotatdingiz. Sizga og'ash keldim. Deyish orqali siz mahsulotingizning nayt unumlik bo'lgan e'lon tashviqotini so'zingiz orqali, harakatingiz orqali, amaliyatingiz orqali, tashabbusingiz orqali oldiga ishtirib baqdingizmi va yoki kutish oldi turib Mush masalani cho'nqiroq tahlil qilib baqsam deyman. Rahmat. Xo'shqani davomlashtiramdik. Yaxshimsiz Mayra Malim? Yaxshimsiz. Yaxshimsizlar ekran oldidagi barliq korxonchilar hamda barliq ko'rurmanlar. Mening hozir savolim yo'q, lekin Mayra Malimga minnatdorligimni bildirgim keldi. Ya'ni bir kuplet she'rim bilan. Voy rahmat. Sözüngdən yayrusun özgünün dili. Adamni uz qilgan hasaldek tili. Yaxshi söz dillarning shifasi bilsang, o'lchinar til bilan insonning xili. Uzundan biri rahmat. Uzundan biri ekran oldidagi barliq azizlarga mayli korxonchilar bo'lsin, mayli oiladagi oddiy dehqon ayollar bo'lsin, o'zining bulbuldek yiqimliq ovozi bilan bizga huzur berib atgan Mayra Malimga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildirman. Rahmat sizga. Rahmat. İki qayrindishim kayni-kayndan she'rlari bilan meni bek ta'sirlantirdi. İlham kelmaganida qalammu kishining barmoqlarini charchitib qo'ydi. Ilhom kelgan vaqt yoza oladigan ishkan. Mayli shoir bo'lsin va yoki she'rga havas qilganlar bo'lsin, she'r odamningki qon tomirlarining orasidan chiqamdikin deyman. She'rga havas qilish oson, yezish bektas. She'rni tushunish nurg'un odamlarning qo'lidan balkim kelmaydi. Lekin yurak bilan yozganda mush Nahmaydon kamimizga nayt ta'sir qildi. Har ishkanlarga rahmat. Ham savol so'rgan barcha qarindoshlarimizga rahmat. Sizning bir savolingiz bor ekan, qarindishim. Salam Mayra Malim. Salam. Salam shu Nahmaydon o'tirgan barliq korxonchi do'stlar. Bugun tunji qatim sizning darsingizni anglashim, chunki hayajonlandim. Sizning ko'zimni uzmay boshdan oxir qarab o'tdim, siz qilasiz. Mening demoqchi bo'lganim so'rmoqchi bo'lgan savolim, men bir necha qatimliq mush faoliyatlarni biz undar so'rganlarga qarab o'tkazamiz. Haqiqatan mush nutq qobiliyati, mush undar so'rganlar uchun, bo'lib odatdagi vakolatchilar uchun mush savdo bitish uchun intayin muhim deb qarayman. Bo'lib men shaxsiy o'zimni aytib bersam, so'zlashdan burun shunchalik hayajonlanib ketman. Nima undavda o'zim o'qimayman, ishtik. Mesela təsirlik söz ibarələrini qılanda yoki boshqalarni tarbiyalagan vaqtida yoki ma'lum bir odamdan ta'sirlangan vaqtimda ishtikiligi ko'z yoshi qildigan mushta ishlarim borchu. Masalan, mushni qanday qilganda o'zimni kontrol qila olmayman. Undan boshqa hozir bir vakolatchimiz so'rabdi. Qanday qilgan vaqtida haqiqiy shu oz so'z orqali xidalarni haqiqiy tigidan qoyil qilib turib, shu nutq sanatiga tushirib turib xidalarni haqiqiy qoyil qilib turib, shu so'zni yaxshi bitishkil bo'ldi deb. Shundan qatta bir javob bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat qayrindishim. Eng oldi bilan birinchi savolingizga javob berishdan burun sizni ta'rifligim bor. Chunki bag'ri yumshoqlik bir o'ylasangiz ojizlikdek, lekin bir o'ylasangiz bakmi qimmatlik bir bizga berilgan sovg'at ekan. Chunki yurakning o'zi go'shtdan yaralgan. Yurakning o'zining go'shti ekanligi bizning ko'nglimizga ayon. Qayda bir temimni yosh chiqaramayman degan odamlarga hayronligimni yo'shirolmay qarab qolaman. Qandaqsiga yig'i kelmaydiganda, yosh kelmaydigan deb. Yig'lashlar ko'ngillik emas. Lekin odamga ta'sir qilgan vaqtda, bag'ri yumshagan vaqtda, bag'ridan chiqqan til miyaga kelgandimi yumshab chiqadi. Endi bu qarindishim birovni ta'riflagan vaqtda, birov uchun so'z qilgan vaqtda ko'zimdan yosh agiydi dedi. Balkim ta'rifligini ota-onasi, balkim ta'rifligini o'zini qo'llab kelayotgan vakolatchilar. Chunki u bo'lmasa siz bo'lmaysiz. Siz bo'lmasangiz u bo'lmaydi. Bu e'tirof qilganlik. Mana bugun xaridoring bo'lmasa zibolig'ing na'atva deb, sizlar bo'lmasanglar menga na'da turibdi bu sahna. Sizlar bo'lmasanglar qarindoshlarim, ekran oldidagi turdoshlarim, menga na'da turibdi bu sahna. Sizlar e'tibor berganinglar uchun sahnaga chiqdim, ishonch bilan, sevgi bilan, muhabbatim bilan, qandaqdir bir turlik hayajonlanish bilan.
Xuddi shuningdek, sizning bu ojizlik emas, ortiqchilik. Lekin so'z san'atida, so'rin majlisida ko'pchilikni qoyil qilishni o'ylaysiz, ko'pchilikka bakrak ta'sir qilgan deysiz. Yeshingiz bilanla emas, balki tutamliq so'zlaringiz bilan. Xo'sh, bu kontrol qilish masalasiga qarata siz cho'qim sahnaga chiqishdan burungi tayyorlikni yaxshi ishlash bilan birga yurgingizni o'rniga tushirishingiz kerak. Masalan, men hayajonlanib ketaman dedingiz. Bu hayajonlanishni jiddiylashish deb tushunamdim. Haqiqiy yo'sindik hayajonlanish deb tushunamdim. Azroq jiddiylik bormi yo'q? Jiddiylik bormi yo'q? Jiddiylikmi bor? Demak, buni yo'shirg'il bo'lmaydi. Mush jiddiychilikni biz yo'shirimiz deymiz, oshkorlaydigan bir nuqtalarga qaranglar. Salom do'stlar. Men siz apti qaraysiz. Tomoshabin bo'lishibsiz. Voy, bichar jiddiylashdi. Voy, titrab ketdi. Men shu qarang. Ma yig'yandan bala qarindoshim deb hech qanday vaqtda aybingizni oshkor qilish pek shiraqdan emas, o'zingizdan keladi deymiz-ku. Mama qarindoshlar oshkorlab qo'ydi. Mala. Anki ko'zingizni tiniqlaringiz oshkorlaydi. Xuddi shuningdek hayajonlanish, putingiz, qo'lingiz, bir butun badan qiyofatingizda oshkori bo'lgan yo'sinda, demak, e'tirof qiling, siz hayajonlanishdan o'ta jiddiylashgan bo'lasiz. Undaqda bu jiddiylikni oldinish uchun qanday qilamiz? Biz eng avval perdening kaynida turib, o'zimizni yana bir qitim tahlil qilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Bugun qanday kun? Bugun men uchun qanday kun? Bugun tövanda menga ishongan vakolatchilarim, menga ishongan agashkuchilarim o'ltiribdi. Ularning oldida hayajonlanish qaraganda bugungi xo'shal kayfiyatimni, natijamni ham ularning natijalarini e'tirof qilib so'zlash bakrak zarur bo'lsa, to'xta. To'xta o'zim. To'xta yurgim. Menga moslashqin. Men cho'qim yaxshi qila olayman. Ba'zilar qo'rqayman ma'lum deb kes nimadan deyman. Masalan, siz mushukdan qo'rqamsiz? Ha. Sahanda mushuk bormi? Yo'q. Siz nimadan qo'rqdingiz? Ish qilib qo'rqayman. Yo'q. Cho'qim o'zingiz qo'rqqan narsani oldin bilib oling. Xo'sh, endi sizga qarindoshim javobim, sizni zodi nima jiddiylashtiryapti? Ash so'rini siz yaxshi ko'radigan bir odammi? Bir kollektivmi? Va yoki bir ishmi? Va yoki sahnaning oldida yuz bergan bir narsa kayfiyatingizga bevosita ta'sir ko'rsatdimi? Mushlarni tepib chiqish orqali pastga tushiring. Xo'sh, vakolatchingizningki savoli o'rganish kerak, o'qish kerak. Bizda cho'nglarimiz shunday bir gap bor, o'rganish, yana o'rganish. Ko'pincha vaqtlarda so'z qilishni bilmaydiganlar kitobdan bak yiroqlashib ketadi. O'qishdan yiroqlashadi, o'rganishdan yiroqlashadi. Lekin yana shu so'zlayolmayman deb ko'zni itib olib ishni izlayveradi. İçirtdan ko'zingizni. Aman bir yerda eshik bor. Bu o'rganish yo'li. Men endi xonim qizlarimizga ta'kidlaydiganim, qonunliq bizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, vazni bor, oila turmushimizga asqatadigan, xizmatlarimizga turtki bo'ladigan yaxshi kitoblarni bir-birimizga tavsiya qilaylik, ko'proq o'qaylik. Kitobdan yiroqlashib turib, har qancha mamadonlik bilan so'zlasakmi, biz so'z ilmida yengib chiqqichi emas, faqat balaqdak ko'rib bo'lib qolishimiz mumkin. Gapim qo'polroq chiqqan bo'lsa, ochiq miyig'iz oldi tetigan bo'lsa, to'g'ri tushungaysizlar. Qarindoshlarim, qisqagan damlarimiz oxirlashibdi. Kuychi naq maydon kanali orqali bugun naq maydonda o'ltirib so'zlarimizga quloq bergan, ko'ngil bergan barcha do'stlarimizga rahmat. So'z hayotimizning bir qismi bo'lish sifatimizda bizning e'tiborimiz, bizning kimligimiz, ota-onamizning kimligi va farzandlarimizning kimligi bo'ladi. Mushu yo'sinda hammamiz o'rganguchilarimiz, birga tirishaylik, ayb nuqsonlarimizni etishga aldırmayli, lekin ortiqchiliklarimizni e'tirof qilish bilan bir-birimizga mehrlik so'zlarimizni berish bilan rag'batlantirib boraylik. Rahmat sizlarga. Rahmat ma'lum. O'zi o'zidan fazilatlarga jazbar bo'lgan Mayra ma'lumga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat ma'lum. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Hammalarga rahmat, hamdik o'rinlashtirishlarni. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, men sahnadan tushdim. Hammalarga rahmat. Unda bo'lsa, shu 7 kunlik ustozlar taraqqiyot sahnamizningki xulosani qilishga setish chempioni Abdurahmon ma'lum sahnaga taklif qilsak, qani Abdurahmon ma'lum sahnaga marhamat.
Salam, naq meydandagi barlıq karxançılar. Salam, ekran aldagi barlıq ko'rmanlar. Men ki Abdurahmon muallimdan hammanglarga sig'inishli salomlar bo'lsin. Mana bugun biz 7 ustozniki hamkorlashib ro'yobga chiqargan ustozlar taraqqiyot sahnasiniki tunji soni bugun rasmiy oxirlash oldi turdi. Hamda mush 7 kun nihoyat ahamiyatli o'tdi deb o'ylayman. Nimaga ahamiyatli o'tdi deb o'ylayman degan chog'da mushu qitimliq ustozlar taraqqiyot sahnasiga 10 mingga yaqin odam qatnashibdi. Hamda balkim biz kunliki mushu sahnaga atoyatimiz vaqtdan vaqt chiqarib 2 soatdan 3 soatgacha vaqtimizni ajratdik. Albatta odam degan yashagandan keyin cho'qim qaltis yashash kerak, ham qadr qimmat bilan yashash kerak. Odamniki qadr qimmati degan nima? Qadr qimmatning o'zini biz qaysi xil usullar ifodalaymiz? Odamning qadr qimmati deganimiz odam o'ziniki vaqtini, zehnini ahamiyatli ishlarga, go'zal ishlarga sarf qila olganligida, o'ziniki vaqtini yaxshi ishlarga shohid qila olganligida deb o'ylayman. Xo'sh, bu qitimliq o'rganishimizda menga 2 nuqta bek ta'sir qildi. Bu 2 nuqta qaysi degan chog'da, birinchisi ustozlarning hammasi sahnaga chiqqan chog'da hamkorlashayli. O'tlagan karxanchilarning og'zidami qanday qilsak hamkorlasha olamiz? Biz hammayla hamkorlashsak o'ti degan mush mazmunlar chiqdi. Hamda ko'rib turibsizlar, mana mushining o'zini bir hamkorlik. Masalan, bir qancha shirkat hamkorlashib bu qatimliq ustozlar taraqqiyot sahnasini planlabdi. Undan keyin bu sahnaning o'ziga bizniki jamiyatimizdagi ta'sir doirasi bor, e'tirof qilingan 7 ustoz kelibdi. Ondan başqa 7 ustoz kelibdikan bu yerga 10-15 shirkatlar qandaqdi qo'llabdi. Ondan başqa 10 mingga yaqin ko'rarman qo'llab, mushu ustozlarningki yurak sadolarini qandaqdi, yurak sadolariga jo'rg'ulabdi. Mana mushniki o'zini biz hamkorlik deymiz do'stlar. Ikkinchi bir nuqta qaysi degan chog'da muvaffaqiyat. Biz qanday qilsak muvaffaqiyat qozonamiz, muvaffaqiyat degan nima, qanday qilib bo'lamiz degan mushundaq savollarni ancha-muncha tushgan bo'ldi. Ham mush muvaffaqiyat degan gap mushu 7 kechida bek ko'p takrorlandi. Hamda muvaffaqiyat deganki cho'ng kichiki yo'q. Buniki jing'iselib buni gramla qilolmaydi. Bu baxtga o'xshash bir narsa. Biz odatda baxtlik bo'lamiz deymiz. Baxtniki o'lchim bo'lmaganga o'xshash, muvaffaqiyatniki o'lchimi yo'q bir narsa. Mana shu bir qancha shirkatning hamkorligida, 7 ustozning hamkorligida bir qancha shirkatniki sahna orqasida xizmat qilish orqali ro'yobga chiqqan 7 kunlik o'rganishniki o'zi dal muvaffaqiyat do'stlar. Xo'sh, undaqda men bu orqali nima demoqchi? Eng oxirida gapimni xulosalasam, bu qatim bizningki ustozlar taraqqiyot sahnasini bir qancha shirkatniki hamkorligida ro'yobga chiqibdi. Men bizningki bu qatim sahnada dars so'zlagan 7 ustozga vakolatan ham naq maydondagi karxanchilarga vakolatan ham ekran oldidagi 10 mingga yaqin ko'rarmanga vakolatan bu qatimliq ustozlar taraqqiyot sahnasini planlagan barliq shirkatlarga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Mushaga do'stlar bir javob keladi. Rahmat. Undan boshqa bu qatimliq ustozlar taraqqiyot sahnasini planlagan barliq karxan vakillariga nisbatan bu qatimliq sahnamizga kelib dars so'zlab bergan 7 o'qituvchiga cho'nqur minnatdorligimni bildiramiz. Mushaga bir javob keldi do'stlar. Undan boshqa Ebiyatin Mayra xonim deganlikdek xaridaring bo'lmasa zibolikning ne kerak deb aytdi. Shuningdek albatta mushada o'tlagan karxanchilar bo'lmagan bo'lsa, bugungi ustozlar taraqqiyot sahnasi ro'yobga chiqmagan bo'ladi. Bu yerdagi karxanchilarimiz bo'lmagan bo'lsa, ekran oldidagi 10 mingga yaqin ko'rarman bo'lmagan bo'ladi. Ham 10 mingga yaqin ko'rarman bo'lmagan bo'lsa, yana o'xshashlar bizniki tunji qatimliq ustozlar taraqqiyot sahnasi ro'yobga chiqmagan bo'ladi. Ham undan boshqa bu qatimliq mushu ustozlarningki ham karxanchilarning o'ltirgan ko'rinishlarini qanday qildigan shu 10 ming ko'rarmanga yetkazdigan kuychi taratqisi bo'lmagan bo'lsa, yana o'xshashlar ustozlar taraqqiyot sahnasi ro'yobga chiqmagan bo'ladi. Shunga kuychi taratqisigimi eng oxirisida mushu ustozlar taraqqiyot sahnasini planlagan shirkat vakillari nomidan cho'nqur minnatdorligimni bildiramiz. Rahmat. Endi bugun mağma ançımış uçurlar geldi. Ondan başka bu qatimliq ustozlar taraqqiyot sahnasini planlagan shirkat vakillariga ançımış uçurlar kelyapti. Nima deb uçur kelyapti degan chog'da sizlarniki mushu ustozlar taraqqiyot sahnasi mushning bilan tugamdi yoki davomlashtiramsizlar degan uçurlar to'xtamay kelyapti. Ekran oldidagi barliq do'stlar,
naq maydondagi barliq ko'rarmanlar. Bizningki tunji qitimliq ustozlar taraqqiyot sahnasi bugun tugan bilan ikkinchi qitimliq ustozlar taraqqiyot sahnasi mushu yangi yilniki, ya'ni 1-oyninki 10-kun boshlandi. Shunga hammanglarni mushu sahnada saqlaymiz. Aman bo'linglar. Rahmat.